Assalomu alaykum azizlarim. Nigoraxon, Nilufar, Shahnoza, Nozima. Boshlaymiz, kelinglar. Qanaqa savolinglar bor va nimadan boshlaymiz? Bugungi savol-javob chatimiz boshlandi. Zapis yoqildi, Ha, zapis Zapis yoqildi va savol-javob chatimizni boshladik. Oldingi savol-javob chatida javob bera olmagan savollar bo'lsa beringlar, bu galgisi yana bo'lsa beringlar, beraman. Undan keyin sizlarni zo'r ma'lumotlar bilan tanishtirmoqchiman. Menga savollar tushdi. Nima uchun hamma narsani qarang, azizlarim, nima uchun hamma narsani ochiq siz Telegramda, YouTube'da berib yotibsiz? Bularni qiziqtirish kerak, keyin esa kerak ma'lumotlarni darsda berish kerak degan takliflar bilan chiqishyapti. Men aslini aytganda sizlarga katta ma'lumotlarni berishni niyat qildim. Bu ma'lumotlarni mana hayotimizda bo'ladigan voqealar o'zgartirishni xohlaymiz. Biz aslida bu hayotga kelib o'zimizning o'y-fikrlarimizni, hislarimizni va mana shu natijalarga erishish yo'llarini aniq ko'ra olishimiz kerak. Ya'ni biz o'zimizning birinchi o'y-xayollarimizni o'zgartirishimiz kerak bu hayotda. Ya'ni biz fikrimizni boshqara olishimiz kerak. Undan keyin hislarimizni, jahlimiz chiqib ketsa ham o'zimizni ushlab tura olishimiz kerak. Vaqti kelganda uravnotesenniy mustahkam hissiyotda tura olishimiz. Undan keyingisi esa o'zimizning odat va ko'nikmalarimizni boshqara olishimiz. Mana shu narsa bizning hayotimizda eng katta narsa hisoblanadi. Bizda ko'pincha nosog'lom vaziyatlar kelib chiqadi. Buning asosiy sababi biz o'zimizning o'y-xayollarimizni o'zimiz boshqara olmaymiz. Biz o'zimizning hissiyotlarimizni o'zimiz boshqara olmaymiz. Biz o'zimizning odatlarimizni o'zimiz kerakli, o'zimiz orzu qilgan, o'zimiz xohlagan vaziyatda o'zgartira olmaymiz va o'z ustimizda ishlamaymiz. Chunki bu dunyoda raqobat yo'q. Bu dunyoda faqat kechagi Zarya bilan bugungi Zarya o'rtasida raqobat bor. Kecha qanday edim? Unga nisbatan mana bugun bir kun o'tib men qanday o'zgara oldim? Mana shundagina rivoj bo'ladi. Biz rivojga erishishimiz, o'zimizning shaxsiy va ruhiy rivojimiz, o'sishimiz, anglashlarimiz paydo bo'lishi uchun biz birovlar bilan emas, Xolida qanaqa edi, Olima qanaqa edi, Vazira qanaqa edi emas, balki o'zimiz bilan o'zimizni solishtirishimiz kerak. Bir yil oldingi men qanday edim? Hozir men shu bir yil ichida nimalarni o'zimda o'zgartira oldim? Qaysi o'y-fikrlarimni o'zgartira oldim? Qaysi hissiyotlarimga men serbardosh bo'la oldim? Misol uchun bolalarning baqirig'i, erning sizni tushunmasligi, ko'chadagi o'rtoqlar, do'stlarning xiyonati yoki ularning munosabatlarini siz hazm qila olmasligingiz, o'g'rilar, umuman mana shunday vaziyatlar hissiyotingizda. Undan keyin esa kecha qanday odatlarim bor edi? Vaqtida nimalarni bajarmadim? Har kuni har doim o'ylayman, dushanbada turaman, dushanbadan keyin men o'zgaraman, kamroq ovqat yeyman, ko'proq yuguraman. Mana shunday fikrlarni qilamiz va dushanba kunini kutamiz. Dushanba keladi, biz baribir hech narsa qilmaymiz. Ya'ni odatlarimizni o'zgartirishga bizning kuchimiz yetmaydi. Mening ustozim Boris Meltzer bizga bir misolni keltiradi. Bu narsa xuddi mana bunday. Misol uchun bu bosh mening uyim. Mana shu uyim. Bu uyda biz uyimizni toza, saranjon saqlashni xohlaymiz. Bolalar uyni bardak qilib tashladi. To'polon hamma narsani yoyib tashladi. Ko'rpalar yoyilgan, pastellar yig'ilmagan, idish-tovoqlar yuvilmagan, yoyilib yotibdi. Yetmaganiga oyoq kiyimingiz zalda, kiyimlaringiz tarqalib yotibdi hamma joyda. Mana shu paytda siz uyga kirasiz. Hammanglar his qilinglar, azizlarim. Mana shu paytda uyga kirdingiz, kimda qanday vaziyat bo'ladi? Kim qanday his qiladi? Yozishinglar mumkin yoki gapirishinglar mumkin.
kirdinglar, kirsanglar, как будто urush bo'lgan, uy to'polon bo'lib yotibdi. Kim nima qiladi? YouTube'dagilar yozishinglar mumkin, Telegram kanalidagilar yozishinglar mumkin yoki ovozinglarni chiqarib aytishinglar mumkin. Kim nima ish qila oladi? Mana shu paytda kirasiz, jahlingiz chiqib ketadi, farzandlardan xafa bo'lasiz, nabiralardan xafa bo'lasiz, o'zingizcha oyoq kiyimlarni yig'moqchi bo'lasiz va mana shu paytda jahlingiz chiqib ketadi. Nima qilishingizni bilmaysiz. Baris mana shu narsada, mana shunday vaziyatni o'zingizni boshqara olishingiz, bu mana shu kecha qanday boshqara olmagan bo'lsangiz, bugun kirasiz. Kirganingizda to'polon hamma yoq. Ha, nima qilibdi? Nima qilibdi? Bolalar bo'lgandan keyin yoyadi-da. Yo'q bo'lsa yoymas edi-ku. E'tiborni ichkariga qaratasiz. Xudoga shukr bor ekan yoyibdi. Buning uchun jahl chiqish shart emas, ularni urishish ham shart emas. Sekingina yig'ib, keyin yig'ib bo'lganingizdan keyin tushuntirish ishlarini sekin olib borsangiz bo'ladi. Lekin o'sha paytda o'zingizning hissiyotingizni boshqara olmay qolsangiz, bir xil ota-onalar urib ketadi bolalarini. Mana shu paytda siz negativga kirasiz. Siz nimani yaratdingiz? Jahl ustida hissiyot, fikringiz negativda, uni qayta takrorlab bolalarni urasiz, urishasiz. Mana shu paytda siz nimani yaratdingiz? Siz ongosida yangi dastur yaratdingiz. Bu bir. Undan keyin sizning odatlaringizni o'zgartira olmaysiz. Kecha ham soat 6da turaman, u ishni qilaman, bu ishni qilaman, namoz o'qiyman, u qilaman, bu qilaman deb va'dani berasiz, ertalab 6da tura olmaysiz. Har kungidek 7da, 8da turasiz. Siz o'z odatlaringizni o'zgartira olmadingiz. Bu nimadan dalolat? Bu ham sizning odat va ko'nikmalaringizni o'zingiz boshqara olmasligingiz. Demak, onglilik nima bu? Onglilik. Onglilik va ongsizlik. Ikkita narsa. Onglilik va ongsizlik. Bizning hayotimizda qiziqda, bizning hayotimiz biz borgan sari yuqoriga rivojlanish yo'lidamiz. Lekin biz kechagi odat, hissiyotlarni boshqarish va eng asosiysi o'y fikrlarni o'zgartira olmasak, biz mana shunday o'sishga o'samizmi? Rivojlanamizmi? Yo'q, rivojlanmaymiz. Biz to'g'ri kechagidagi qanday bo'lsak, bugun ham mana shu ahvolda yashab ketaveramiz. Va borgan sari mana shu narsa hayotimizda bor voqealar, bor situatsiyalar qaytalanaveradi. Bizda o'sish bo'lmaydi. Aslida esa inson bu dunyoga faqat rivoj uchun kelgan. Sababi nima uchun? Chunki tana bor, tana, ong, ruh. Tana bilan ruhni bog'lovchi qalb bor. Bu Allohning uyi. Biz aslida birinchi ruhmiz. Biz bu dunyoga tushdikmi? Ruh sifatida tushganmiz. Ruhning asl vazifasi faqat o'sish, rivojlanish. Boshqacha yo'l yo'q. Siz tanani vaqtinchalikka omonatga olgansiz. Siz faqat o'sish uchun kelgansiz. Demak, siz o'sish uchun keldingizmi? Onglilikda, ongsizlikni aniq bilishingiz kerak. Onglilik nima? Bu bo'layotgan vaziyatlarni anglash. Siz qanday anglaysiz? Kechaga nisbatan hozir qandaysiz? Ertaga qanday bo'lasiz? Maqsad qo'yib qanday rivojlanmoqchisiz? Qanday o'smoqchisiz? Mana shu masalalarni ko'rib chiqamiz. Qarangda, agar siz mana shu qalb Allohning uyi bo'lsa, bu dunyoda ruhni jo'natgan bo'lsa, ruhni tanani omonatga olgan bo'lsa, uning asl vazifasi rivoj bo'lsa, bu qalb
qalbda yashashi kerak. Ya'ni Allohning uyi qalb bilan yashashi va Allohga yaqinlashishi kerak. U rivojlanib Allohga yaqinlashib, ya'ni o'zining nosog'lom vaziyatlarini yechishi, nosog'lom odat va hislarini yo'qotishi borgan sari ilohiylik va dunyoni Allohning nazari bilan ko'rishni boshlashi kerak. Endi biz shu paytga kelib, mana shu tana bo'ladigan bo'lsa, tanamizda 108 ta yoki undan ham ko'proq chakralar bor. Ulardan biz bor yo'g'i 7 tasini o'tamiz. Nima uchun 7 ta? Sababi 7 ta chakra. Bunda birinchi chakra Muladhara, ikkinchisi Svasthina, undan keyingisi mana shu chakralarni hammasi bizni bu g'ildiraklar deb ataladi. Bular bizda vibratsiya berib turadi. Aylanib turuvchi doiralar, ya'ni aylanalar. Bu aylanalar sizga tashqaridan energiyani qabul qiladi yoki o'zingizdan energiyani chiqazadi. Biz bu dunyoga keldikmi? Biz o'zgarish uchun keldik. Bizning ichimizda ham hujayralar bor. Ular ham aylanib yotadi. Sizga keladigan energiyani qabul qilib siz rivojlanishni tanlaysiz yoki bu chakralar yopiq bo'ladi. Agarda birinchi chakra bu ayollarda ham erkaklarda ham jinsiy organlarning yonida joylashgan, mana shu chakra ishlamay qolsa, chakralarning hammasi pastdan tepaga qarab ochiladi. Birinchi chakra ochilmasa, bunda sizda xavotir, qo'rquv, himoya yo'qoladi. Har doim qo'rqib yuradigan insonlar bor. Hamma narsadan xavotir oladigan insonlar bor. Voy, unaqa bo'lib qolsa nima bo'ladi? Voy, bunaqa bo'lib qolsa nima bo'ladi? Yoki uy joyiga e'tibor bermaydi, kiyimiga e'tibor bermaydi, pul topishni o'ylamaydi yoki o'ylasa ham mening qo'limdan kelmaydi, men eplay olmayman deb turadi. Mana shunday insonlarda birinchi chakra yopilgan bo'ladi. Endi ikkinchi chakra to'g'risida gapirishning hojati yo'q. Birinchi chakra erkaklarga mos. Bu chakrada ular yerdan energiyani vibratsiya kelib turadi, pastdan vibratsiya keladi bu. Ya'ni yerdan vibratsiya keladi va birinchi chakrani ochadi. U hammada ochilishi mumkin, erkakda ham, xotinda ham. Lekin erkaklarning chakrasi bu chakrada erkaklar chakrasi 1, 3, 5 7 chakralar erkaklarga tegishli. Agarda mana shu chakralar birinchi chakra ochilmasa, ikkinchi chakraga o'ta olmaydi. U inson himoyani bir erkak 10 ta oilani ham boqa oladi. U bir erkak butun oilani himoya qila oladi. Uy erkagi shu uyning. Lekin uni bolam, misol uchun 3 ta qizdan keyin bitta o'g'il tug'ilgan bo'lsa yoki bittagina o'g'li bo'ladigan bo'lsa, ona himoyachiga kiradi. Ona uni butunlay boshqarishni boshlaydi. Ona bitta-ku farzandi, undan yo'qotishni qo'rqadi u. Uni onani o'zi ochilmagan. U Xudoga topshirmadi bolasini. U qo'rqadi bolasidan. Bir narsa bo'lib qolsa-chi, gumon. Unaqa bo'lib qolsa-chi, bolalar urib qo'ysa-chi, yoki bir narsa bo'lib qolsa-chi, meni yolg'izimidi deydi, bolani o'rab oladi. Bu bola himoyachi, pul topadigan, hayotda o'z o'rnini turadigan inson bo'lib tarbiyalanmaydi. U qiynalgan paytida onasini etagidan yopishadi. Unga pul kerak yoki u biror narsani bajarishi kerak, o'zi kalladan chiqarmaydi, onasi bilan maslahatlashadi. Onasini aytganini qiladi. O'zida yo'q. Bunday inson, mana shu bilmagan holda onalar bolalarini yopib qo'yishadi. Bu bolada birinchi chakra rivojlanmay qoladi. U inson keyin onadan keyin na pul topa oladi, na o'zi eplab keta oladi. Oila to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas. Agarda mana shu birinchi chakrada uy joyini to'g'irlagan, kiyimini, ust-boshini to'g'irlagan, farzandlarini boqa oladigan, o'zini ishongan, joyida ishongan, gumonlarsiz joyiga ishonib yashaydigan oila bo'lsa, erkak ham bo'lishi mumkin, ayol ham bo'lishi mumkin. Ular ikkinchi chakraga o'tishadi. Ikkinchi chakra ochiq bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bu ayollar chakrasi 2, 4, 6 chakra. Chunki
ayollarning makri 40 ta tuyaga yuk bo'ladi deydi. Ularda intuitsiya kuchli ishlaydi. Ular o'zlari his qilish kuchli, chunki ayollar hissiyotda yashaydi. Ular o'ziga zavq bera oladi, ijodkorlik kuchli ayollarda, sevgi bera oladi. Lekin bizda qizlarni boshqacha tarbiyalashadi. Agarda qizlar bu dunyoga keldimi, jim o'tir, aralashma, u erkak ayol bilan erkak o'rtasidagi munosabatlarga keladigan bo'lsak, juda qiziqda bu narsa. Erkaklardan birinchi erkak bu otasi. Yubkangni uzun kiygin, ishton kiyib olgin, jipillama, o'qima, buqima, otangga yopishurma. Mana shunday narsalarda otaga nisbatan qo'rquv, otaga nisbatan jahl, nafrat bilan katta bo'ladi. Unisiga yetmagandek biz onalar erlarimizda xiyonat ko'rsak yoki gap eshitsak, ular bizni urishsa, biz o'zimizni alamimizni u yomon erkak, biz yaxshimiz deb qizlarimizga aytamiz. Otang seni shunaqa qildi, otang seni shunaqa qildi. Men o'zim bunaqa qildim deb o'zimizni maqtab erkakni yerga uramiz. Bu bola, mana shu qiz bola erkakni yomon, uni qo'lidan hech narsa kelmaydi. Agar seni otang yaxshi pul topganda men bozorga chiqmas edim deydi onalar. Yoki seni otang mana shunaqa qilganda men mana shunaqa bo'lmas edim deydi. Mana shu paytda qizni erkak kishiga bo'lgan nafrati bilan katta bo'ladi. Bu inson nafrat bilan, ichida alam bilan, erkaklarga bo'lgan yomon niyati, mana qo'rquvlari bilan katta bo'lgan qiz ertaga turmushga chiqqandan keyin nima deb o'ylaysizlar? His qilinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Ular bir-biriga erkak bilan ayol chiroyli munosabatda yashab keta oladimi? Yo'q, yashab keta olmaydi. Ular erkakka nafrat, sevgi bilan qaramaydi va faqat uy ishini biladi. Ertalabdan kechgacha hovli supurish, uy supurish, qaynonaning aytganini qilish va o'ziga zavq berishni, ijodkorlik, sevgi berishni bilmaydi. Endi o'ziga sevgi, o'ziga ijodkorlik, o'ziga zavq olib bu dunyodan xursand bo'lib yashamasa, u erkakni o'stira oladimi? Yo'q, o'stira olmaydi. Erkakka zavq bera olmaydi. Erkak kerak bo'lgan energiyani boshqa xotinlardan izlab topa oladi va xotiniga xiyonat qilishni boshlaydi. Chunki ularning o'rtasida munosabat yo'q. Nima uchun sizlar hozir mana shu narsalarni bilishingiz kerak? Sababi ertaga ochiladigan kursimda chakralar bo'yicha qaysi chakra nimaga javob beradi? Misol uchun birinchi chakrada qo'l, sizning oyoqlaringiz, tizzalaringiz og'riydi. Sizning bellaringiz og'riydi. Ichingiz yaxshi yurmaydi. Nima sababdan? Chunki sizning birinchi chakrangiz yopiq. Hamma narsada gumondasiz, qo'rquvdasiz, ichingizdagi alamni chiqaza olmaysiz. Ichingizdagi alam chiqmadimi, ichingiz qotadi, gemoroy bo'ladi. Ikkinchi chakradagi qizlar o'ziga zavq, shavq berib, energiya bera olmagandan keyin ularning matkasi qanaqa ishlaydi? To'g'ri, bu dunyoda biz ruh sifatida, tana sifatida, ruhning rivojida ko'payish, ya'ni bola tug'ish uchun kelganmiz ayollar. Erkaklar ko'payish uchun ham kelgan. Demak, biz ko'paytirishni bilamiz, lekin biz o'zimizga, ya'ni mana shu tanaga zavq, shavq berib o'zimizga sevgini topa olmaymiz. Bir xil ayollar bor, yoshligidan hozirgacha 60 ga keldimi, 70 ga keldimi, o'zini umuman bilmaydi kim ekanligini, sevgi ham bera olmaydi. Aynan mana shu kursimga kelganingizda chakralar sizning hayotingizda qanday o'rin turadi va bu chakralar orqali siz hayotingizni qanday o'zgartira olasiz? Sog'liqlik masalasida, ruhiy rivojda, shaxsiy rivojda chakralar sizning hayotingizni butunlay 100% boshqaradi. Chunki chakralar tanada joylashgan. Tananing baquvvat va yaxshi rivojlanishi uchun siz buni bilishingiz kerak. Qarang, hozir mening gapimni eshitayotgan bo'lsangiz, hammangiz plus simvolini yozib qo'yinglar. Men bilmoqchiman, gruppada rost ekanmiga hamma eshityaptimi yoki yo'qmi? Plusmi, xohlagan minusmi, 1mi, 2mi sifralarni yozinglar. YouTube'dagilar ham yozinglar. Chunki men bu yog'iga aytadigan gaplarim juda katta sizlarga o'sish yo'llarini ko'rsatadi. Mana YouTube'da уже plusga ketyapti. Aha, Hozir
Salom YouTube. Sizlarni hammanglarni sevaman. Juda kuchli darslar bugun bo'ladi. Zarya Sodiqova, hozir sizdan so'ramoqchi edim. Mana shu chakralar kursi kimga to'g'ri keladi? Chakralar kursi hammaga to'g'ri keladi. O'zi, tana, bizning hammamiz tanamiz. Ruhning rivoji uchun chakralar, tanadagi bu asosiy elementlar, mana shu manbalarni rivojlantirish, ochish. Birinchi chakrani ochsak, ikkinchi, ikkini ochsak, uchni ochsak, to'rtni ochsak, 5, 6. Mana shu bo'yicha o'sish hammaga kerak. Butun yer yuzidagi hamma mavjudotga, insonlarga zarur bo'lgan kurs deb o'ylayman. Bu kurs juda arzon. Agarda siz o'z hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu kursga kelinglar. Chunki bu kurs ezoterika emas. Mening kurslarimda siz hozir men chakralar to'g'risida polni gapirib beraman. Aslida mana shu o'zgartirishlarni NLP texnikalari orqali bajaramiz kursda. Sababi psixologlar menga aytadi, kursda hamma narsani oson beryapsiz deb. To'g'ri, men egzoterikani beryapman, lekin men sizlarga NLP nima bu? Neurolingvistik dasturlash. Mening hayotim neurolingvistik dasturlashga kelib, mana shu bilimlarni olgandan keyin 100% ga 200% ga o'zgardi. Menda yutuq bo'ldimi? Mana birga o'qigan o'rtoqlarim ham shu yerda ekan. Menda o'zgarish bo'ldimi? Sizlarda ham 100% bo'ladi. Bunga men kafolat bera olaman. Chunki NLP nima degani? Qaranglar. NLP degani neurolingvistik dasturlash. Bir odam qadamma-qadam mana shu yutuqqa erishdimi? Mana shu qadamlarni siz ham qaytarsangiz, sizda ham yutuq bo'ladi 100%. Bu programma. Misol uchun hozir bizda programma, informatika rivojlangan fan. Bizda informatikadan, programmirованияdan qanaqa pullar topib o'tirishibdi. Hayotlarini 15 yashar bola o'zgartirib, oyiga 500-600 dollar maktab o'quvchisi topyapti. Nahotki biz o'zimiz hayotimizni, odat va ko'nikmalarimizni rivojlangan insonning odat va ko'nikmalarini, uning rivoj yo'lini o'zimizda dasturlab biz o'zgartira olmaymiz. Biz hammamiz o'zgartiramiz. Agar mana shu kursga siz o'z mablag'ingizni tiqsangiz, bu kurs bu pul yo'qolib ketmaydi azizlar. Mana men 1,5 ming dollarlab, 2 ming dollarlab, 2,5 ming dollarlab darsga tiqqanman. Boris Yelsinning darslari rostakamiga qimmat. Lekin bu pulni men Borisga berdim deb o'ylamayman. Men o'zim uchun tiqdim bu pulni. Men bu pulni tiqib, bor yo'g'i mana shu pulni qo'yib, men mana shunday o'sishga, rivojlanishga va hayotni boshqacha ko'z bilan qarashga, o'zimni, hayotimni, oilamni, yaqin insonlarimni o'zgartira oldim deb o'ylayman. Demak, bu mablag'ni men o'zimga investitsiya, o'zimga sarfladim. O'zim uchun eng katta investitsiya bilim olish. Bilim oldimmi, men ruh darajasida bir pog'onadan ikkinchi pog'onaga, ikkinchi pog'onadan uchinchi pog'onaga rivojlandim. Faqat buni bo'yningizga olinglar, sizlar ishlashinglar kerak. Ishlamasanglar, sizlar mana shu yo'lda qolaverasizlar. Ishlasanglar, sizlar qadamma-qadam tepaga rivojlanasiz. Kechagi Salima bugun yo'q. Rivojlangan Salimaga aylanadi. Uylar olgan, mashinalar olgan, qizini yutug'ini ko'rgan Salimaga aylanishi mumkin. Xiyonat qilgan erkaklardan noligan ayollar sevimli ayolga aylanadi. Chunki u inson o'zi o'zgaradi. Ichki dunyo tashqi dunyoni aksi. Siz ichki dunyoda o'zgartirish qildingizmi, tashqaridan albatta buning natijasini ko'rasiz. Sababi olma ekdingizmi, olma tushadi. Bug'doy ekdingizmi, bug'doy o'rasiz. Boshqa narsa arpa o'ra olmaysiz. Shuning uchun hammaga bu kurs kerakli deb o'ylayman, o'z hayotini o'zgartiruvchilar uchun. Misol uchun farzandingiz sizni eshitmayapti. Turmush o'rtoq sizni tushunmaydi. Qaynonadan gap eshitib yotibsiz. Ishda sizni hech kim hammaga premiya beradi, sizga bermaydi. Nima deb o'ylaysizlar? Kim bu yerda? Sabab. O'zingiz ishlamayapsiz. Siz ishlasangiz hayot o'zgaradi. Ha, to'g'ri aytasiz. Misol uchun mana bugun ham men mana shu bizada raskopka olgan klientlarimiz bor, kurslar olgan klientlarimiz bor,
kuratorsiz. Ularga baribir telefon qilib hol-ahvol so'rab turaman. Bugun ham telefon qilib hol-ahvol so'radim. Ular ham aytyapti, sizlarga rahmat, shunaqa hayotim rosa o'zgaryapti. Sizlar shuncha yordam berganinglarga, mana shu raskopka olib Zarina Sodiqovadan ancha o'zgardim. Dedilar, keyin men aytdim ularga, yo baribir bizga emas, birinchi o'rinda o'zingizga rahmat aytishingiz kerak, chunki bu bizada emas, birinchi bo'lib o'zingiz mana shu o'zingizni hayotingizni o'zgartirish yo'llarini qidirdingiz. O'zingiz mana shu raskopkaga kelib harakat qilyapsiz, birinchi o'rinda o'zingizga rahmat aytishingiz kerak baribir deb aytdim. Shunaqa 2-3 shunaqa klientlarga bugun telefon qilib gaplashib, ularning yutuqlarini eshitib rosa xursand bo'ldim mana. Bitta qizimiz aytadi, mana hayotimni shuncha o'zgartirdim. Mana shu bitta raskopkadan keyin 180 gradusga o'zgarib ketdi hayotim. Shunday olam yomon ko'rib ketgan ekanman. Hozir hammaga shunaqa mehrda qaryapman. Butun dunyo menga mehrda qarayotganga o'xshaydi. Hamma menga chiroyli bo'lib ketibsiz deydi, ko'chada yursam deydi. O'shanga baribir bu birinchi o'rinda o'zingizlardan o'zingizlar harakat qilsanglar, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yana aytmoqchi bo'lgan narsam, mana klientlar bilan gaplashganimda, mana shu menga savol bergan odamlar baribir yozishadi. Shunaqa qiyinchiliklarim bo'lyapti, Guli, nima qilay deb yozishadi. O'shalardan bittasini hozir misol qilib aytmoqchiman. Mana shu chakralar kursiga keladigan bo'lsak, mana misol uchun bitta ayolimiz aytadi, erim ichib kelgandan keyin o'zini agressivni tutishni boshlaydi deydi. O'shanga nima qilsam bo'ladi? U ayolga mana shu chakra kurslari qanday yordam bersa bo'ladi? Qanaqa qilib mana shu chakra kurslari orqali u o'zini hayotini o'zgartira oladi? Juda yaxshi savol. Bu savolga men hozir onglilik va ongsizlik to'g'risida gapirganda, siz ko'rib turibsiz. Mana shu vaziyatni ko'rasiz birinchi. Er ichib keldi, ko'rasiz. Ko'rasiz. Ikkinchi, ichib keldimi qabul qilasiz, iloji yo'q. Qabul qilasiz. Endi 3-qadam o'zgartirish yo'li. O'zgartirish o'zingizda, birinchi e'tiborni o'zingizda o'zgartirish kerak. Keyin tashqi muhitda. Birinchi o'zgartirish o'zingizda. Mana shu hozir kursga kelsangiz, kursda onglilik degan narsa bor. Onglilik va ongsizlik. Ichgan inson, qarang, ichgan insonni onglilik birinchi nima? O'zimizni o'zgartirish, ya'ni anglash. Ertaga kursga kelsanglar, texnikalar bilan o'rgatiladi bu narsa. Men 3 ta xalqaro sertifikatga ega bo'lgan NLP masterman. Zarina Sodiqova, yana eslatib ketaman. Mana shu joyda birinchi onglilik, hozir ichganingiz sababini aytib beraman. Mana bu. Birinchi. Demak, birinchi o'y-fikr. O'y-fikr. Sizning o'y-fikringizda ichuvchi erkaklar bor. Bu bir. Siz ichib kelgandagi hissiyotingiz. Ichganda yomon, ichganda bir bola bo'lib ketadi degan fikrlaringiz, hissiyotlaringiz bor. 3-chi, uni odatlarini ko'rasiz. Bular hammasini ko'rib turibsiz. Buni siz eringizdan oldin ham ko'rgansiz. Sizning hayotingizda bu birinchi erkak ichib turgani yo'q. Sababi sizning ichki tajribalaringiz, sizning ichki dunyoyingizda mana shu ichgan erkak to'g'risidagi kinodir, kitobdir, qo'shnidir bo'lishi mumkin. O'sha paytda siz ong ostiga mana shu narsalar yozilgan. Mana shu joyda uning ildizi bor. Turmush o'rtoqdan oldin ham bor bo'lgan. Bu ildizni olib tashlamaguningizcha bu ildiz sizning, chunki ichki dunyoda ekilgan-ku, bu tashqi muhitga chiqdimi, tashqariga chiqdi, uning dalilini, isbotini ko'rishingiz kerak. Ichki dunyo, tashqi dunyoni aksi. Erkaklar ichadi, erkaklarning hammasi shunaqa degan fikr, u tashqi dunyoda ha, shunaqa degan tasdig'ini ko'rasiz. Bu tasdiq bo'lish uchun bu erdan oldin ham qachonamdir siz erga ichgan erkak to'g'risida yo ota-onangizdan bu ichaveradi yomon erkak,
ichuvchilar yomon deganda sizda qo'rquv, ularga nisbatan nafrat paydo bo'lgan. Siz uni tortib olgansiz. Mana shu narsani siz ong ostida yaratib qo'ygansiz. Mana bu bor. Endi bu katta bo'lib, transformatsion jarayonida katta bo'ldimi? U katta bo'lib tashqi muhitdan aynan mana shunday erkakni siz ko'rasiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Buni o'zgartirish yo'li bor. Birinchidan, agarda shu birinchi qiladigan ishimiz mana shu ildizni olib tashlash kerak. Bu narsa raskopka olishingiz mumkin. Raskopkada tezroq ketadi. Bitta ildizni olib tashlaymiz ichuvchilar va siz ichkarida hamma erkak o'zining taqdir yo'lidan yashayapti deydigan fikrga kelsangiz, bu yaxshi ham emas, yomon ham emas. Misol uchun bizada bir narsa borda, bir odamni ko'rsak, u unaqa ekan, va bu bunaqa ekan deb gapiramiz. Aslida u misol uchun mana shu yo'lda uning taqdir yo'li. Mana shu yo'lda u o'sib rivojlanishi kerak. Unga biz kirib ketmasligimiz kerak ichkariga. Uni biz hokimlik va sudyalik qilishimiz kerak emas. Voy, u odam bunaqa ekan, bu odam bunaqa ekan. Odamlarning yaxshisi ham yo'q, yomoni ham yo'q. Qanday bormi, shunday bor. Endi bu yerda mana shu ildiz olinsa, siz dunyodagi hamma odamni Allohning ko'zi bilan ko'rishni boshlaysiz. Er ichdimi? Agar uyingizdagi er ichdimi, uning taqdir yo'li shu. Bunga e'tibor bermasligingiz va o'zingiz ildizni olib tashlab, o'z hayotingizni o'zingiz xohlagandek o'zgartirishingiz mumkin. Bunga bitta yo'l raskopka. Endi ikkinchi o fikr o'zgardi, hissiyot o'zgardi, odat o'zgardi. Birinchi qadam mana shu erkakning tajribasidir bu. Buning otasi ham ichgan bo'lishi mumkin, buning akasi ham ichgan bo'lishi mumkin. Ular mana shu yo'ldan o'tishyapti. Ular rivoj yo'li, bularning rivoj yo'li ichadiganlar rivoj yo'li. Ular ruhini tanlovi shu bo'lgan, ruhning tanlovi shu bo'lgan. Ular ichadi, bir kuni to'xtovga keladi. To'xtagan paytda ular butunlay to'xtatishadi. Tajribadan o'tish kerak. Demak, sizda esa bu narsa, siz bu vaziyatga boshqa tomondan dissotsiatsiya, tashqaridan tomosha qilishni o'rganishingiz kerak. Tashqaridan ko'rasiz. Yoki bo'lmasa ichadigan eringizni ko'zi bilan ko'rasiz. Mana hozir xayolan agarda men bilganimda siz Telegram kanaliga o'tganingizda siz bilan shu texnikani bajarar edik. Siz hozir u yerdasiz, men siz bilan ishlay olmayman. Siz eringizni ichayotganda u qanday sharoitda, uning e'tiqodlari qanaqa, uning qadriyatlari qanaqa, u uchun eng muhim narsa nima, u nimaga ishonadi, o'zini qanday tutadi, odatlari qanaqa, o'zini hayot tarzi qanaqa, mana shular uning ko'zi bilan e'tibor bering, uning ko'zi bilan butun olamni tomosha qilasiz. O'sha paytda agar siz ham yo'q, bundan ko'ra ichganim yaxshi degan fikrga keldingizmi, yo'qmi? Mana shu narsani men bilishim kerak. Agar eringizni ahvoli, misol uchun ichyaptimi, demak uning ichki dunyosida aybdorlik, xo'rlanish, o'zini tan olmaslik, o'ziga sevgi bermaslik, o'zini o'zi inson sifatida qabul qilmaslik bor. Mana shu insonni ichki dunyosida siz tomosha qilib, uni boricha qabul qilishingiz kerak. Bu. Uchinchisi hayotni o'zgartirish. Mana shu o'zgartirishga agar kursga yozilsangiz, texnikalar bajaramiz va hayot o'zgartirish, ya'ni muvaffaqiyatga, ya'ni sizning orzu qilgan istaklaringizning ro'yosi qayerda ekanligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana shu misolni oladigan bo'lsak, mana shu qizimizni menga aytuvdilar, mana shu erim mana juda yaxshi odam, faqat mana shu ichgan paytida o'zgarib qoladi. Unga hozir texnikalarni polностью aytib bera olmaysiz, lekin mana shu chakralar unga qanaqa qilib yordam berishi mumkin?
biz erimizni o'zgartirmaymiz. Yo'q, mana shu Ayolni o'zgartirishi uchun, chunki u inson yaxshi inson, vaqti kelganda o'zgaradi. Sizning ichingizda o'zgarish bor. O'shaning uchun u tashqarida sizning ichki dunyoyingizni o'ynab beryapti. Demak, siz u insonga sevgi bera olmayapsiz. Qarangda, chakra, zavq, shavq, ikkinchi chakra, o'zingizga energiya berib, o'zingizning tanangizni his qilib, o'zingizga, misol uchun ayollarimizda, bizning mentalitetimizda biz o'zimizni sevmaymiz, o'zimizga sevgi bermaymiz, o'zimizni zavq, shavqda o'zimizni borligimizni his qilmaymiz. Qanday qilib o'zingda yo'q narsani u eringga berasan? Erimiz, agar e'tibor bersanglar, bizda bitta maqol bor. Kuchli erkakning orqasida aqlli dono ayol bo'ladi. Bu dono ayol unga nima beradi? Qani aytinglar-chi? Sen yaxshisan, davay berish gapi bilan u erkak rivojlanib ketmaydi. Unga siz o'zingizdagi borgan zavqni, shavqni, o'zingizdagi energiyani unga berasiz. Unga motivatsiya ochasiz. Misol uchun u ichib kelgan bo'lsa, siz shu paytda jim bo'lasiz. Keyin esa pastelni yoki hayotiy gaplarni, munosabatlarni o'zgartirganingizdan keyin bir martada emas, sekin-sekin u ichishni to'xtatadi. Erkak kishi nima uchun yashaydi? Er-xotin bo'ladigan bo'lsa, 100% oilada er-xotin bo'ladigan bo'lsa, erkak har doim bola. Unga maqtovlar eshitishi, sizdan maqtov eshitish uchun yashaydi ular. Sizning motivatsiyangiz, sizning sevgingizni ko'rish uchun yashaydi. Sizga bir podarka olib kelib berdimi? Agar sizga podarka bermayaptimi, siz eringizga hech narsa bermayapsiz. Agar siz podarkani xohladingizmi, siz eringizga motivatsiya, sevgi, ichingizdagi zavq, shavqni bering. Nima bersang, shuni olasan. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bu balans qonuni. Har bir erkakning rivojlanib zo'r bo'lib ketishi uchun ayol kishi o'zidagi bor sevgini, zavqni, shavqni erkakka berishi kerak. Chakralar uni kursi hamma uchun kerak. Chunki ayol bu dunyoda, mana qarang, xotin bilan, erkak bilan ayol mana boshda sevib qolishadi, to'y qilishadi. To'ydan keyin u uyni ishini qiladi, boshqa qiladi, mana shu ishlarni qilib yuraveradi. Lekin o'zini sevmaydi u. Ertalab soat 6 da hovli supuradi, ovqat qiladi, boshqa qiladi, charchaydi, yotadi, turadi. Boshqa ish yo'q. O'ziga sevgi berib, kiyimlarini almashtirib, er kelganda uni kutib olib, o'ziga bunday sevdirish, unday narsalar yo'q. Endi erkak ko'chaga boshqasiga qaraydi yoki urishib qolishadi. Endi o'sha paytda onalar aytadi, mening shunaqa aqlli qizim, og'ir bosiq qizim, er yomon chiqdi deydi. Nima deb o'ylaysizlar, azizlarim? Er bu yerda nima qilishi kerak? U undan energiya olmasa, undan sevgi olmasa, erkak uchun sevgi kerak. Nima qilishi kerak? Qayerga borsin? Boradi boshqasiga. Yoki bo'lmasa umuman qaramay qo'yadi, pastelini ajilni qiladi. Chunki ikkinchi chakra ayollar chakrasi. Ayollar chakrasi mana shu kursga kelsanglar, ayol qizlar, siz 100% o'zgarasiz. Siz o'zingizga sevgi berishni o'rganasiz. Yetmaganiga qizlaringizga, ertaga qizlaringiz ham baxtli bo'lishi uchun ular sevgi o'ziga berishni, olamga berishni o'rganishlari kerak. Butun hayotni Allohning nazarida qarab, sevgida, har bir narsaga minnatdorchilikda yashashni o'rganishlari kerak. Mana shu erkak bilan ayolning munosabati, ya'ni matka turgan joy ikkinchi chakra. Uchinchi chakra erkaklarniki. Endi erkak pul topmaydi deymiz. Siz ikkinchi chakradan uchga sakrab o'tishingiz uchun erkakka siz energiya berasiz. Erkak sizga pulni beradi keyin. U siz uchun pul topadi. Sizni baxtli qilish uchun, sizni yutuqlarga hammaning yonida bunday qilib ko'rsatib yashashingiz, uni boyligini siz ko'rsatasiz. Siz ulardan energiyani, ya'ni pulni olib, mana men erimning orqasida mana shunday bo'ldim deya olasiz. Faqat 2 dan 3 ga sakrab o'ta olmaydi. 1 da bor erkakdagi energiya, u 3 ga o'ta olmaydi. 2 dan обязательно energiya olishi kerak, undan keyin 3 ga o'tadi. Sizga mana shu energiyani berdimi? Siz
unga siz u erkakka mana shu energiyani qanchalik bersangiz, u sizga mashina, uy-joy, moddiylikda nima kerak bo'lsa, u sizga beradi. Tushuntira oldimmi qizlarjonlar? Erkaklar rivojlanishi uchun biz kerakmiz. Biz boylikka, moddiylikka erishishimiz uchun biz nimadir ularga sevgida, zavqda bera olishimiz kerak. Biz farzandlarimizni o'ziga sevgida rivojlantira olishimiz kerak. Qizga berishimiz kerak, o'g'ilga berishimiz kerak. Ertaga mana shu turmush, даже erkak bo'lganda faqat ayol xotin to'g'risida gap ketmayapti. Farzandingiz bo'lishi mumkin. O'g'il farzandni sevgida, unga motivatsiya beradigan ona hisoblanadi. U fikrida uni asrashi kerak emas. Unga ishonch kerak. 100% farzandini yutuqqa erishishiga ishonch. Bu onadan keladi. Uni asrab, shunday etagini tagiga tiqib olsangiz, bu farzand birinchida, ikkinchida qotadi, bo'ldi. U latta erkakka aylanib qoladi. U yog'iga o'sa olmaydi. Nima uchun bu kurs kerak? Men boshida NLPda yuruvdim. NLP kurslarini o'rgatib, lekin chakralarni bilmasdan siz muvaffaqiyatga chiqa olmas ekansiz. Tanadagi mana shu chakralar pastdan tepaga, tepadan yana ko'tarilib, sizning hamma chakralaringiz ochiladi. Ochilish degani bular soat strelkasi bo'yicha aylanadi. Agarda sizga keladigan energiya soat strelkasi bo'yicha sizga kirib keladi. Sizdan yaxshi fikr butun olamga ketishi uchun soat strelkasiga teskari chiqib ketadi. Mana shu narsa hammada ishlaydi. 100%. Siz mana shu texnikalarni bajarsangiz hayotingizni 100% o'zgartirasiz. Bo'lmasa o'tirib hali motivatsiya, anaqa affirmatsiya edi, men boy bo'laman, men boy bo'laman, men baxtli ayol bo'laman, ishlamaydi 100%. Chunki tanani ishlatish kerak. Qarang, oldin ham aytardim, sizning tanangizda bor muammo. Bu muammoni yechish faqat sizning tanangizga bog'liq. Bu tanadagi chakralarni ochish kerak. Tanadagi mana shu tajribalardan o'tgandagi mental o'y fikrlar bor. Mana shularni to'g'irlash kerak va o'zingizni boshqarib, hayotingizni siz o'zgartirasiz. Odatingizni siz o'zgartirasiz. Qobiliyatingizni siz ichingizdan topasiz. Tashqaridan birov sizga mana ola qolgin demaydi. Chunki siz bu dunyoda Allohim bor, siz borsiz, ruhsiz, rivojlanish uchun siz kelgansiz. Endi to'g'ri, bor yo'g'i 500 ming. Bu narsa $1,500, $5,000 farqi yo'q. Pulda emas gap. Bu narsa mana men barisdan aytaman, men o'kinmayman. Chunki bergan pulingiz o'zingizga 100% qaytadi. Sizning bilimingiz, sizning bu olamga bo'lgan nazaringiz o'zgardimi? Oldin mana shu stakan ekan deb qabul qilsangiz, keyingi esa buni katta bir manba ekan deb qabul qilishingiz mumkin. Buning ichida qancha suv ketadi, qancha hujayralar harakatlanib turibdi. Mana shunda siz уже sizning butun olamga bo'lgan nazaringiz o'zgaradi va hayotda siz o'zingiz o'zgarasiz. Sizdan qoladigan farzandlaringiz o'zgaradi. Ularga sizning mana shu o'y hayollaringiz, o'zingizning hissiyotlarini boshqarishingiz, o'zingizning odat ko'nikmalaringizni o'zgartirishingiz va o'sha farzandni qilayotgan ishiga siz "Sen nega buni qilding? Sen ahmoqsan" deb urishib ketmasdan, uning dunyo qarashi bilan, uning tajribasi, uning ko'zi bilan uning hayotini ko'rsangiz, siz u bolaga dushmanlik yoki urush, janjal, boshqaliklik ko'zi bilan qaramaysiz. Unga mehr bilan qarashni boshlaysiz. Hattoki o'sha paytda ichgan bo'lsa ham, hattoki u yomon og'ir bir ishni qilib qo'ygan bo'lsa ham, siz unga sevgida qaraysiz. Va 3-bosqichda esa bu darsda siz 3-qadam o'zgartirish yo'lini birgalikda o'zgartirasizlar. Hamma texnikalar faqat NLP texnikalari bo'ladi. Chunki NLP texnikalari 100% ishlaydi. Bu texnikalar darsga kelganinglardan keyin galmaga, langarlash degan texnikalar bor. Undan keyin sviyash, ya'ni siljish texnikalari bor.
Undan keyin reframing texnikalari bor. 6 qadam reframingi bor. Ya'ni sizning ong ostingiz bilan gaplashish, ong ostingizdek bilan maslahatlashib, hayotingizni o'zgartirish texnikalari bor. Bularning hammasi mana shu kursda o'tiladi. Hozir chakralardagi munosabatlar, vaziyatlar o'rganib olingandan keyin har bir mana shu vaziyat bo'ldi. Bu vaziyatni o'zgartirish texnikalari NLP. Bo'ldi, boshqacha bo'lmaydi. Chunki NLP qadamma-qadam birovlarda bo'ldimi shu programma, sizda ham bo'ladi. Bu programmalar ishlab yotibdi. Ularni olamiz, sizning hayotingizga qo'llaymiz, birga hayotingizni o'zgartiramiz. Biz o'zgarish uchun kelganmiz. Biz kechagi Zaryaga nisbatan bugun bir hafta oldingi yoki bir yil oldingi mendan hozirgi menga aylanish uchun kelganmiz. Tushunarli. Agar sizlarda ham shunaqa turmush o'rtoqlarning o'rtasidagi yoki bolalaringiz o'rtasidagi munosabatlarni orasida muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu muvaffaqiyat kaliti kursiga kelinglar. Mana shu kursda siz o'z yechimingizni olishingiz mumkin. Yana bir savolim bor edi. Bolalar sog'lomsizligi haqida. Mana menga yozishadi. Bir ikkita mana shu klientlarimiz yozadi. Mana bolamda psixologik sog'lomsizlik bor yoki tanasida sog'lomsizlik bor. Ko'chaga chiqa olmaydi, boshqa odamlar bilan gaplasha olmaydi. Nima qilib unga yordam bersam bo'ladi deyshadi. Ularni bolalari yoshi kichkina bo'lishi mumkin yoki balog'at yoshiga erishgan bo'lishi mumkin, lekin baribir shunaqa muammolar bor. Ularga qanday qilib yordam bersak bo'ladi? Qarangda, 10 yoshgacha ota-onalar bilan ishlanadi, bolalar bilan ishlanmaydi. Chunki bola onani kopiyasi. Sizning ichingizda mana shu negativlar bor. Sizning ichingizda psixologik mana shu qo'rquvlar, alam, nafrat, er-xotin o'rtasidagi ochiq aytilmagan so'zlar hammasi sizning ichingizda. Buni bola sizga o'ynab beradi. Ichki dunyo, tashqi dunyoni aksi. Sizning oynadagi aksingiz bola. Mana siz turibsiz, oynada esa siz o'zingizni ko'rasiz. Oynada o'zingizni ko'rasiz. Sizga o'zingizni o'ynab beradi 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda. Bu. Undan keyin endi sog'lomsizlikni siz o'zingiz bolalaringizda yaratib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun bolangizni qo'rqasiz. Voy, yiqilib qolsa nima bo'ladi? O'y fikr. Yiqilib qolsa nima bo'ladi? Hozir bolalar urib qo'ysa nima bo'ladi? Kun sovib ketdi mana bugun. Qalin kiydirmadim, hozir shamollaydi. Shamollaydi. Siz bolangizni hali shamollamagan, hech narsa bo'lmagan, yupqa kiyintirdim, endi bugun shamollaydi deysiz. Nima bo'ladi? Siz ong ostingizda bolangizni shamollaganini tasavvurda yaratasiz. Siz bolangizni to'g'ri, u bola uchun g'amxo'rlik qilyapsiz, lekin siz uning hayotini yaratyapsiz. O'y fikrni o'zgartirish kerak, unga bo'lgan hissiyotni o'zgartirish kerak. Ras shunaqa fikringiz bor ekan, yaxshi kiyintirmadingizmi? Birinchi boshida yaxshilab kiyintiring. Allohga topshiring keyin. Uning tajribasi mana shundan o'tadi, lekin Alloh uni asraydi. U shamollamaydi deb fikrga keling. Alloh asraydi uni. Tushunarli. Bu degani agar bolangiz balog'at yoshiga kelgan bo'lsa, unda o'zi yoki mana shu kursga kelsin yoki raskopga olsin va albatta mana shu sog'lomsizligi yaxshi bo'lishni boshlaydi. Agar balog'at yoshiga yetmagan bo'lsa, o'zingiz mana shu kursni yoki raskopkani olishingiz mumkin. Mana shu to'g'rimi? Yo'q, qaranglar, bu yerdachi nima? Agarda 10 yoshgacha bo'lgan bola uchun siz javobgarsiz. Endi bu bola kasal, sog'lomsiz. Ha, sog'lomsiz. Sog'lomsiz. U necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar. Birinchisi sizning o'y fikrlaringiz va plus hissiyotingiz. Siz blok yaratasiz. Qayta o'ylanaverib siz blok yaratdingiz. Ya'ni
fikr. Voy kasal bo'lib qolsachi, gumon, unaqa qilsachi, bunaqa qilsachi, yiqilib tushsachi, o'tirib qolsachi, o'chsa, buchi. Mana shunda siz ichki ong ostiga yaratasiz bu ildizni. Bu ildiz yaratildimi, u обязательно tashqarida sog'lomsizlikni ko'rasiz. Ikkinchisi genetik bo'lishi mumkin. Ota-bobolardan o'tgan sog'lomsizlik bo'lishi mumkin. Bu genetik bo'ladigan bo'lsa, ota-bobolardan qolgan bo'lsa, u ota-bobolarning fikri bu. Uni raskopkalarda ko'rib chiqamiz. Raskopkada ko'rib chiqamiz. Lekin doktorga olib borish kerak, vrach. Обязательно vrach ko'riga. Birinchi vrach, undan keyin raskopka. Uchinchi, bola erkin o'sgisi kelyapti. Uni ruh rivoji erkin, o'ziga ishongan holda o'sishni tanlagan. Siz esa u bolani ezaverasiz. Hay o'tirma, hay turma, yotma, turma, o'tirma, qilma. Uni tajribasi bo'lish kerak bu. Siz esa uni bir qadam na o'ngga, na chapga qimillatishga erkinlik bermaysiz. Erkinlik bermasangiz ham bola qochadi-da, sog'lomsiz bo'lib oladi. Bo'ldi. Bu ko'pchilikda bor. Maktabga borgisi kelmaydi. Nima deydi? Maktabga bormasin, maktabga borgisi kelmasa. Ruxsat bering 1-2 kun rostdan bormasligiga. Joniga tegadi, keyin o'zi boradi. Uni tanlovini tan oling. Qo'yib bering o'ziga. Uni rivoji shu ekan deng. Men ham oldin qizlarim darsga bormasa bor deyurardim. Ular ko'rpani tagiga kirib olib, "Mama, ya boleyu", kasalmandirdi. Kasal yo'q joydan kasalmandirdi. Ko'p o'tmasdan men kasalman deb o'zligi rostdan kasal topib olishardi. Yo'q joydan bo'ladigan narsa. Bolani ishoning. Uni gapiga ishoning va unga qo'yib yuboring. Rozi bo'ling. Mana ko'rasiz, qabul qilasiz. Qanday bo'lsa ham qabul qiling. Borgisi kelmasa bormasligini, kasal bo'lsa kasalligini, nima bo'lsa shundayligicha qabul qiling. Alloh berdimi, demak shunday. Endi uni keyin o'zgartirish yo'lini galma-gal qadamma-qadam bajariladi. Zo'ravonlik bilan emas, urush to'polon bilan emas, bir pasda o'zgartira olmaysiz. Agar beremimni bola tug'moqchi bo'lsam 9 oy kutiladi buni. Asta sekinlik bilan ishlanadi. U bolaga nima deydi? Yomonlik qilmasdan yoki og'irlik qilmasdan asta sekinlik bilan qadamma-qadam ishlab o'zgartiriladi. Shu. Ha, tushunarli. Agar mana shu erkinlik haqida Bunyodbek Karimbayev YouTube'da savol beryaptilar. Assalomu alaykum. O'z erkinchiligimga ega bo'lish uchun nima qilsam bo'ladi? Maslahat bering. Erkin bo'lish uchun chakralar kursiga keling. Erkinlik qarang, mana siz birinchi chakradan 2ga, 2dan 3ga, 3ga kelganingizda siz pul erkinligiga, qadringizga, siz to'liqlikka ega bo'lasiz. Bunda erkinlikka 3-chakradan boshlanadi. Undan keyin o'zingizga sevgi 4-chakrada boshlanadi. 5-chakrada tomoq chakrasi, siz erkin gapira olasiz. To'siqlarsiz gapira olishni. Undan keyin intuitsiyangiz oshganda mana shunda siz to'liq hayotni ko'ra olasiz va bemalol yashay olasiz. Chakralarda agar sizda misol uchun 1-chakra yopiq bo'ladigan bo'lsa, sizda qo'rquv, sizda ishonchsizlik, sizda himoya yo'q bo'lsa, siz erkinlikka erisha olmaysiz. Birinchidan 2, 2dan 3ga o'tganda, 3-chiga o'ta olgan paytingizda siz erkinlikni sezishni boshlaysiz. Ungacha siz ko'rmaysiz buni. Hozir yana Xolida Jo'rayeva yozyapti. Menda uzilish bo'ldi, zapis bo'ladimi? Ha, albatta zapis bo'ladi. Zapis bor. Juda kuchli darslar. Endi qaranglar. Mana shu narsa bizni hayotimizga juda kerak chakralar. Tanani tozalab oldingiz. Tanani tozalab ochib oldingiz. Ayniqsa 3 ta chakrani ochib oldik. 4-chakra ham juda kerak. O'zingizga sevgi. Bizda yo'q o'zimizga sevgi. O'zimizni seva olsak, bu Allohni sevamiz. Agar siz o'zingizni anglasangiz, siz Allohni anglaysiz, olamni anglaysiz. O'zingizda yo'q narsani qanday qilib boshqalarga bera olasiz? Nima deb o'ylaysizlar?
Agar chakralar hammasi bir yopiqda, ikki ham yopiqda siz menda sevgi kerak, menga sevgi kerak desangiz ishlaydimi? Bir yopiq. Ikkinchi chakra ham sevgi, ijodkorlik yopiq. Uchinchi chakra misol uchun o'zingizning mana shu pullarga ochiqligingiz, o'zingizni tasdiqingiz, o'zingizni tan olishingiz yopiq. Siz o'zingizni kim ekanligingizni bu dunyoda bilmaysiz, lekin menga sevgi kerak, menga sevgi kerak, men sevgiga ochildim, men sevgiga ochildim desangiz ishlaydimi? Chunki siz qadamma-qadam bosib o'tishingiz kerak. 1dan 2ga, 2dan 3ga, 3dan 4ga. 4 bu sevgi, yurak chakrasi. Yurak chakrasini ochish uchun birinchi boshidagi 3 ta chakrani ochish kerak. Ochib, bulardan bosib o'tib, undan keyin siz sevgiga ochilasiz. Endi siz bemalol auditoriyalarda, ko'chalarda gapirib o'zingizni aniq so'zlaringizni ifoda etib borlig'ingizni ko'rsata olishni xohlaysiz. Sizda birinchi chakra yopiq, himoya qo'rquvlar bilan, himoya yo'q qo'rquvlar bilan. Ikkinchi o'zingizga bo'lgan ishonch, ijodkorlik, zavq, shavq yo'q, pullarga ochilish yo'q. To'rtinchida yurakda sevgi yo'q. Qanaqa qilib gapirasiz? Qanaqa qilib o'zingizni bor ekanligingizni xalqqa ko'rsatasiz? Bir xillar aytadi, juda ayollarimiz qiziq, intuitsiyam shunaqa ishlab ketsin deydi. Intuitsiyam o'tirib olib shu polchilarga o'xshab hamma narsani ko'rsam, bilsam, o'sha domlalar ham, ularda ham chakralar ochilgan bo'ladi. O'shaning uchun ularda 6-chakra ishlab turadi. U sizda misol uchun birovlarning pulini topib beradi, birovlarni bir narsa endi bu bor gap shunaqa qilishadi. Lekin ularning pastki chakralari ochiq bo'lmasa, ilohiyat bilan bog'langan bo'lmasa, ular sizning narsangiz qayerda, nima bilmaydi. Chakralar ochiq bo'lishi kerak. To'siqlar, har bir joyda to'siq bormi, o'sha joyda sizning o'y fikringiz noto'g'ri. U yerdagi kasallik, sog'lomsizliklar bor. U yerdagi blok bor. Bu bloklar o'zingizniki bo'lishi mumkin, ajdodlardan kelgan bloklar bo'lishi mumkin. Chakralarda shular ham joylashgan. Sizning genetikiski bloklar ham sizning chakralaringizda joylashgan. U aylanmaydi, to'siq bo'lib turibdi. Siz tashqaridan energiya ola olmasangiz, tashqariga energiya chiqaza olmasangiz, siz yopiq bo'lsangiz, siz qanday qilib rivojlanasiz? Shunga menga yozinglar, aytinglar. Mumkin emas. O'tirib olib affirmatsiya aytaman, hayotimni ko'rganim, eshitganim, his qilganim bo'ldi, aytaman, yo'q, ishlamaydi. Chakralarni oshirish uchun siz har bir chakrani o'zini ochish yo'llari bor. Men bu narsani mana qaranglar, men o'zimda nima bo'ldi? Men NLPni tugatganimdan keyin mana hozir nima bo'ldi? Menda rivoj bo'lmay qoldi. Rostdan mana biladiganlar bor, menda to'xtov bo'ldi, semirib ketdim. Keyin qanaqadir sog'lomsizliklar boshlandi, oyog'im og'ridi, darslardan keyin nimaga unaqa bo'ldi deb so'rasam, meni chakralarimning ko'pi yopiq ekan. Nima qilishim kerak degan fikr kelganda yogaga borgin deyishdi. Men ichimdan keldi, bu birovdan kelmadi. Men birovni tanlovini qabul qilmayman, o'zim his qilaman, o'zimda ishlayman. Keyin tanlov keladi, o'zi ichimdan keladi bu. Har bir odamning muammosi uning ichida. Javobi ham ichida. Alloh u odamni bechora bo'lsin, qiynalsin, ezilsin deb berilmagan. U odam o'sish uchun bu dunyoga kelgan. Javob ichidan keladi. Faqat ong osti bilan gaplashishni bilish kerak. Ertaga kursga kelsanglar, 6 qadam reframingini o'rgataman. Bu 6 qadam reframing texnikasi sizlarni o'zingizning ong ostingiz bilan gaplashishni o'rganadi. Ichingizdagi ong ostingiz bilan gaplashish yo'lini o'rganasiz. Undan keyin mana shu texnikani bajarganimdan keyin yogaga qatnagin degan ichimdan ovoz keldi. Mana hozir 5 oydan beri yogaga 6 oy bo'libdi. Oyda yogaga qatnayman. Men o'zimda chakralarim ochilganini, tanamning yengillashganini his qila oldim. Sizlarga ham ertaga kursga kelsanglar o'rgataman. Undan keyin mana hozir turmush o'rtog'im ichadi yoki farzandim sog'lomsiz yoki bir odam bir narsa degan fikr bor. Siz
Onglilik nima bu? Onglilikda qaranglar. Onglilik anglash bu. Yaxshi narsani anglay olasiz, ko'rasiz, qilgan narsadan xulosa qilasiz, buni qaror qabul qilib o'zgartirish yo'lini anglaysiz. Anglash, qarasanglar, mana bu dunyoda ko'rib, ko'zingiz ochiq bo'lsa, siz anglaysiz. Endi ko'zi yopiq odamga dunyoni chiroyliligini, go'zalligini, undagi kapalaklar, kamalaklar borligini aytsangiz, u odam tushunadimi? Tushunmaydi, ko'zi ko'r uning. Onglilik bu ko'zi ochiq odam, ongsiz odam, bu ko'zi tabiiy ko'rmaydigan odam. Misol uchun, qo'l oyog'i og'riydigan odam sekin tuzalishi mumkin. Uni davolab tuzatish mumkin. Agar u odam tentak yoki ahmoq bo'lib qolsa-chi, aql ishlamay qolsa, u tentak bo'lib qolsa, u hayotni hal qila oladimi? Aqlli bir narsalarni xulosa qila oladimi? Qila olmaydi. Chunki u tentak bo'ldi. Ongli odam u ko'radi, his qiladi va o'zgartira oladi. Bu onglilikning birinchi darajasi. Biz o'zimizning hayotimizni, o'y-fikrlarimizni, hissiyotlarimizni, odat va ko'nikmalarimizni o'zgartira olamiz. O'zgartirishda ichki qobiliyatlarimizdan foydalanamiz. Bu birinchi onglilik. Ikkinchi darajasi, yoningizdagi o'rtoq ichadimi? U o'rtoq xiyonat qilyaptimi? U o'rtoq sizga sotqinlik qildimi? Bir narsa u odam, atrofingizdagi farzandingiz yoki u minus ishlari bor. U insonga siz mana shunday u deb aytmasdan oldin uni uzoqdan dissotsiatsiya, uni tashqaridan tomosha qilib, uning dunyosida yashab ko'rish. Bu 3 pozitsiyadagi texnika hisoblanadi. Ya'ni birinchi o'zingning ko'zing bilan ko'rasan, ikkinchi u insonning ko'zi bilan bu vaziyatni yoki shu holatni ko'rasan. Uchinchisi o'rtada konsultant. Unga ham tashqaridan ko'radi, buni ham tashqaridan ko'radi. Mana shu NLP texnikasi. Bu yoningizdagi insonga yomon nazarda qaramasdan uning dunyosi bilan dunyoni ko'rasiz. Va u odamga bo'lgan nafratingiz yo'qoladi. Uni boricha qabul qilishni o'rganasiz. Mana shu texnika ham sizlarga o'rgataman. Ikkinchi daraja bu onglilik. Uchinchi daraja onglilikda esa siz muvaffaqiyatga kalitni olasiz. Muvaffaqiyatga erishish uchun maqsadlar qo'yiladi. Istak bilan maqsadning farqi bor. Istak sizni xohlagan narsalaringiz. Istakka har doim erishishingiz mumkin, erishmasligingiz ham mumkin. Lekin maqsad qo'ysangiz, maqsad bo'yicha siz qadamma-qadam NLP texnikalarini bajarasiz. Bunda men sizlarga ikkita NLP texnikasini o'rgataman. Smart texnikasi, outcome texnikasini o'rgataman. O'zbekistonda yo'q hali bular. Bular qadamma-qadam aniq mana shu narsaga erishish uchun qanday qadamlarni bosib o'tishingiz o'tiladi. Bunda siz 100% mana shu narsaga shu xohlagan narsangizda yashaysiz. Uni hozir va shu damda bo'layapti deb o'ylaysiz va qadamlarini aniq chizib chiqasiz. Ekologiyasini ko'rasiz va bunda yashash yo'llarini o'rganasiz. Bu maqsadda siz hayotingizni, maqsadlarni, natijasini ko'rayotganda hayotingiz 100% o'zgaradi. Sababi siz bu maqsad qo'limdan kelmaydi, men buni eplay olmayman, bu men uchun juda tepadagi narsa demaysiz. Siz bu vaziyatda xayolan yashab ko'rasiz. Misol uchun uy olmoqchisiz, uyni yashab ko'rasiz. Undagi vaziyatlarni hammasini, plyusini, minusini ko'rib chiqasiz va bu uy sizga siz uchun loyiqmi, yo'qmi, unda ham yashaysiz. Agar loyiqligingizni his qilsangiz, uy sizniki. Katta pullarga ochilish ham xuddi shunday, maqsad bo'yicha boriladi. Outcome texnikasi, siz 5 yil keyinga shu maqsadga erishgandan keyin 5 yil keyinga borib, u vaziyatda siz hozirgi vaziyatingizga motivatsiyalar olib kelib, o'zingizning hozirgi vaziyatingizda qo'rqmasdan oldinga qadam tashlashingiz mumkin ekanligingizni NLP texnikasi orqali o'rgatiladi. Juda kuchli texnikalar. Bu texnika
Mana qarang, psixologlar yoki ko'pgina mana shu motivatorlar mana shunday bo'lsangiz, nastroyeningizni ko'paytiring, tabassumingizni yaxshilang, siz yaxshi so'zda gapiring deydi. Bulardan siz nima qilishni bilmaysiz. Sizga faqat shunday qil deb aytishadi. Lekin mana bu kursga kelsanglar, qadamma-qadam NLP texnikalari orqali siz o'z hayotingizni, ong'astingizdagi o'y-fikrlaringizni programmalashtirasiz. Va bu programmani kamida 5-6 marta, 10 marta bajarganingizdan keyin o'sha joydagi u muhrlanadi, langarlanadi. Langarlangandan keyin bu sizning hayotingizga kirib keladi. O'zgartirishni birinchi tan olasiz va hayotingizga singdirasiz. Muhrlash asosiy narsa. Ishlash kerak. Amal qildingizmi, natija bo'ladi. Ishladingizmi, misol uchun kara jadvalda qayta 10 marta, 20 marta qaytalagansiz. Keyin esingizda qolgan. Xuddi texnikalarni 10 marta, 20 marta qaytarasiz, esingizda qoladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. NLP texnikalari 100% ishlaydi. To'g'ri, boshida men chakralar to'g'risida gapiraman. Ularning plus ishlaganda nimaga erishasan, ishlamasang qanday bo'ladi, shu to'g'risida o'tib ketaman. Undan keyin faqat NLP texnikalari orqali birinchi chakrani qanday o'zgartiramiz, ikkinchi chakrani qanday o'zgartiramiz, uchinchisi qanday bo'ladi. Mana shular texnika bo'yicha faqat texnikalardan iborat. 3 kun dars bo'lgani bilan sizlar bilan kamida 2 hafta yana o'rtada ishlayapsizlarmi, yo'qmi? Savol javobda gaplashib turamiz. Balki savol javob chatida ham gaplasharmiz. Bo'lishi mumkin bu. Chunki texnikada ishlash kerak. Ishlamasa u bo'lmaydi. O'zgarish uchun tanlov qabul qilib tashab qo'ysa ishlamaydi. Uni tanlov qabul qilgandan keyin qadamlar bo'yicha ong ostiga muhrlash kerak. Muhrlash degani bu texnikani amal qilish degani. Bajarish degani. Savolinglar bo'lsa beringlar. Zariya opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Shohstaman. Shohsta, qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. O'zingiz qanaqasiz? Zo'r. O'zbekistonda super nomer 1 NLPchi bo'libsiz. Ofarin sizga. Kuzatib o'tiribman, shunaqa xursand bo'lyapman. Bilimlaringizni ko'rib, haqiqatan ham 1 yil oldingi Zariya opadan ancha bir 90% desam ham bo'ladi. Rahmat. Вообще super. Rosa ham xursand bo'ldim. Naimaxonam shu yerda ekanlar, hozir chiqib ketibdilar, menimcha. Shu deydilar ular ham. Kuzatib boryaptilar. Hozir menda siz hozir darslaringizni, gaplaringizni eshitib turib, sizni pul kursingizda o'qigan edim. O'shanda vaza texnikasini beruvdingiz. Hozirgi kungacha o'shanda natijam shunaqa zo'r bo'lyapti. O'sha agar ruxsat bersangiz, o'sha siz bergan texnikadan men qanaqa natijaga erishganligimni aytib o'tmoqchi edim. O'zi har chorshanba o'tyapti-desiz, prosta men Turkiyadan kelganimga ham hozir pul savollari bilan ishlayotganimga ozgina jarayonlar bo'lib, lekin kirolmasam ham o'sha darslaringizni YouTube'da ko'rib, anaqa boryapman. Kechagina o'zingizga ham yozdim-ku, вообще zo'r o'tyapsizlar apa. Rahmat. Mana shuncha psixologlarni ko'rsak ham, nima qilsak ham, sizdagi texnikalar haqiqatan ham juda ham zo'r ekan. Agar ruxsat bersangiz, o'sha bulturga qarang. Kursingizda o'qigan edik. Rahmat. Men kursdoshim bo'ladilar. Bular bilan biz trenerlik kursini Taliya Xalabada birga o'qiganmiz. Naimaxon, Shohsta bular hammamiz birga o'qiganmiz. Menimcha Zamiraxon ham shu yerdalar. Bular Taliya opani eng zo'r o'quvchilaridan edilar. Keyin pullarga ochilib ketdilar. Молодец. Rahmat, Alloh. Sevaman sizni. Hozir siz aytib o'tganingizdek, Zariya opa, haqiqatdan ham o'zimiz o'zgarsak, farzandlarimizni yoki turmush o'rtog'imizni yoki atrofimizdagilarni tarbiyalash keragi qolmas ekan. Hayot haqiqatdan ham oson va yengil ekan, ham mazza ekan. Pullaringiz ham o'z-o'zidan kelar ekan, ishlaringiz ham yurishib ketar ekan, oilangizga xotirjamlik o'z-o'zidan kelar ekan. Haqiqatdan ham farzandlaringiz ham hamma narsangiz Allohniki ekan. Biz o'zimizni poklab, o'zimiz ustimizda ishlasak, ayollar bu ko'proq ayollarga tegishli ekan, chunki
Biz rivojlansak oila rivojlanar ekan. Mana boshida aytar edim, nimaga ekan, hamma narsaga biz aybdormiz ham. Nima faqat ayollar ishlash kerak ekan. Nima faqat biz rasxod qilishimiz kerak ekan deb o'ylardim avval. Lekin mana siz bilan o'qigan kursimiz $1000 kurs edi o'shanda. $1000 to'g'ri. Undan keyin mana $500, $250, $700 faqat o'qigan kurslarimizni bizaniki dollarda botdi. Zato o'shanga yarasha rivojlanmoqmiz, o'z ustimizda ishlagan sarimizda haqiqatdan ham hayotingizda umuman siqilish yoki zo'rlanish yoki bo'lmasam kimnidir o'zgartirishga umuman harakat qilmas ekanda inson. O'sha sizni esingizda bo'lsa, pul kursingizda o'qiganimda siz bizga o'sha NLPda endi bitirgan paytlaringizda bizga bir nechta anaqalar praktikalar o'rgatdingiz. Hozir hamma gaplaringizga 1000% men kafolat bera olaman. Sababi qarang. Men o'shanda sizga o'shanda ham o'sha zapisingizda eshitgan eslasangiz, o'shanda ham men natijam aytdim. O'sha vazir texnikasini o'g'limda ishlatdim Zaryopa. O'g'limda qanaqadir o'ziga bo'lgan ishonch unaqa yuksaldi, ko'tarildi. Chunki o'g'lim уже 20 yoshga kelib qoldi. Nima mas'uliyatsizlik qiladi, nimaga ish topmaydi, nimaga uyda o'tiraveradi, unaqa deganda o'sha vazir texnikasini qildim Zaryopa. O'g'limda shunaqa shijoat ko'rdim, shunaqa o'ziga bo'lgan ishonch ko'rdim deb sizga o'sha men natijamni aytdim. O'sha esimda. Hozir aytganingizdek bir marta, ikki martada bo'lmas ekan, haqiqatdan ham esingizda bo'lsa, men o'sha texnika menga rosa yoqib qolib, men o'shani yodlab olib yo'l-yo'lakay qilib ketaveradigan bo'lgan edim. Hozirgi kunda ham xuddi shunaqa vazir texnikasini hatto men Turkiyada turib ham ikkita farzandimga faqat ishonch bildirdim. Masalan, internetga kirishmasa ham shunda hayolimda vazir texnikasini qilaman deb shunda olib kelib, ular O'zbekistonda, men Turkiyadaman. Men hatto Turkiyada o'sha vazir texnikasini ham qo'lladim. Men o'sha narsaga hozir siz aytib o'tganingizdek haqiqatdan ham oldin psixologlarda o'qiganimizda bilmayman, balki bizda kichkina texnikalar bajarganimiz uchun kech natija bo'lganmi yoki natija bo'lmaganmi. Lekin haqiqatdan ham bu NLP texnikasi, mana aytmoqman sizga, o'sha bitta vazir texnikasini eslab qolgan bo'lsam, hatto o'sha texnikaning orqasidan men bolalarimni tarbiya qilmasdan turib erkaklik ishonchini oshirib bordim. Mana kichkina o'g'lim hatto Qozog'istonga 2 oyga borib keldi, 15 yashar bola. O'ziga bo'lgan ishonchi, o'ziga bo'lgan jasurligi, o'ziga bo'lgan kuchli ishonchi deb hozir aytib o'tganingizdek faqat eshitib o'tib ketish kerak emas ekan, haqiqatdan o'qish kerak ekan, bilim olish kerak ekan. Shu atrofimizdagilarni tarbiyalagandan ko'ra xarjlayotgan pulimizni misol uchun qaysi kursga to'lasak ham aytganingizdek 1000 barobar bo'lib o'zimizga qaytib kelar ekan. Bir xil aytadi-ku, qayerdan olaman bu pulni, jurtom bermayapti, u pul kelmayapti deydi. Ishoning, niyat qilsak haqiqatdan berar ekan. Hozir siz aytdingiz-ku, Alloh jazolash uchun bizani yaratmagan, Alloh bizani qo'shish uchun yaratmagan yoki nima qilish uchun yaratmagan deb aytdingiz-ku. Xuddi shunaqa ekan, biz qaysi yo'lga kirmoqchi bo'lsak, yo'limiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, niyatimiz pok bo'ladigan bo'lsa, har bitta nimamizga o'zi yetkazar ekan. Chunki bizda mana juda rahmat, siz maladetsiz. O'sha paytda ham kursda texnikalarni NLPni ham tugatgan paytim edi. Keyin roza payti edi yana. Roza paytida juda arzon narxga, lekin juda boshlang'ich texnikalarni beruvdim. Juda xursandman o'shandan. Bu texnikalar NLPda men o'zimda mana sizga o'xshab ko'pgina psixologlarda o'qiganman. Boshida unda o'qidim, bunda o'qidim. Yomon demayman uni. Hammani o'ziga yarasha. Har bir o'qituvchidan nimadir olamiz. Bizning ruhimiz shuni tanladi. Sababi biz tanadan ko'proq ruhmizda. Hozir mana bular ham ruh o'zlari mana shu texnikalarni ishlata oldilar va ruh bilan gaplasha oldilar. O'g'illarning ruhi bilan. U eshitishi shart emas uni yuzma-yuz ko'rib. Ruhlar gaplashadi. Bular uzoqdan Allohimning zehni ixtiyorida Turkiyada turib, o'g'illari O'zbekistonda jo'natdilar ishonchni. Ishonchni jo'natdilar. Ruhda qabul qiladi buni. Va o'g'illarning ko'ngli tinch,
ular xohlagan, ona orzu qiladi o'g'lini nimagadir erishishini. Farzand esa uni o'zi ichki dunyoda shu narsani yaratdimi, tashqi dunyoda buni aksini ko'radilar. Farzandlari mana 16 yashar bola Olmatiga, Qozog'istonga borib ishlab keldi deb aytdilar. U katta o'g'illari ish topib ishlab ketdi deydilar. Chunki ong ostida yaratdilar bular. O'g'liga shunaqaga demadilar. O'zlarining mana bu joyda birinchi yaratib oldilar. Bu joyda yaratdilar. Bu fikr xayolingga keldimi, hayotingga kirib keladi. Bu ong ostidagi gap. Allohimda hamma narsa mavjud. Hamma narsa bor. Allohning makonida hamma narsa bor. Demak, Allohdan sizga har doim xabar kelib turadi. Chakralar yopilganda siz Allohdan kelgan xabarlarni eshitmaysiz, qotib qolgan bo'ladi. Siz unga jo'natgan xabaringizni ham yetkaza olmaysiz, ochila olmaysiz. Ular Turkiyada turib, o'zlari bolalarning ishlashini, o'z oyoqqa turishlarini, bular o'zlari ovqat qilib, o'zlari yashadi ikkita o'g'il. Bular bu yoqdan turib, bularning o'zi ovqat qilishiga, o'z hayotini o'zi to'g'ri boshqarishiga, yomon bolalarga qo'shilib ketmasligiga 100% ishonib, bular Turkiyada yashadilar. Mana haqqi rost. Farzandlari uni tasdig'ini ko'rsatishdi. To'g'rimi, azizam? Alo. Ha, Zarapa. Xuddi shunaqa aytganingizdek, mana keyin mana 6 oydami, 6,5 oyda kelman. Hozir hamma hayronda, "Voy, sen nimaga kelding? Tinchlik bilan keldingmi? Unaqa deyishdi" deb. "Ha, keldim" dedim-da. Voy, deyshadi, oldimiz qish. Sen qanaqa qilib qishdan chiqarasan? O'zbekistonda pul topish qiyin-ku. Endi nima bo'ladi? Voy, tavba qildim, senga bir qadam ekan" deyshadi. Haqiqatan bir qadam bo'lib qoldi-da. Haqiqatan menga nima, Allohga oson deyman-da. Alloh beryapti-ku pulni deyman-da. Men harakat qilaman, xolos deyman. Xohlasam kelaman, xohlasam ketaman. Aytganingizdek hamma erkin ruh ekan-da. Faqat xohishlarimizni, o'sha aytganingizdek praktikalarni bajarib, bloklarimiz bilan ishlab, har bitta savollar ustida ishlab, o'zimizni rivojdan to'xtamasak, hamma xohishlarimizni oson yengil amalga oshirgan-da. Bu narsani yaxshi ham, yomon ham deb bo'lmaydi. Buni o'zlari ruh qabul qildi, shuni tanlov qildilar, qaytib kelishdi. Demak, u paytda qancha pul topgan bo'lsalar Turkiyada, bu yerga kelib undan ko'p pul topa oladilar. Sababi ruhning xohishi bu. Ruh hech qachon sizni aldamaydi. Xudo xolasa. Bemalol siz qilishingiz kerak bo'lgan ishlarga ochiqsiz. Shunaqa. Tabriklayman. Shuncha hammaga taklif qilaman, tavsiya qilaman. Rivojlanishdan to'xtamasligini. Haqiqatan ham bu texnikalar bir umrga biz bilan ketarkan, xohlagan paytimiz, xohlagan joyimizda, dunyoni qaysi chetida bo'lishingizdan qat'iy nazar texnikalar ishlar ekan-da, haqiqatan ham. O'sha faqat aytganingizdek yaratishni o'rganib olishimiz kerak ekan. O'y fikrlarimizni to'g'rilab olishimiz kerak ekan. To'siqlarimizni yechib olishimiz kerak ekan. Qolgan hammasi oson ekan. Haqiqatan ham yashash oson, senga gapirish oson derdim avvalda. Allohga bir hisob shukr, o'sha kunlarga ham yetib keldik. Rahmat kattakon Zarapa. Yashang, rahmat sizga. Rahmat. Juda ham xursandman. Har bittasini ko'rib boryapman. Har bitta so'zingizni diqqatga olaman. Haqiqatan ham super. Ilohim sizga O'zbekistonda nomer 1 NLPchi bo'lish nasib qilsin. Ilohim. Xudo xolasa mana shunaqa tomosha qilib faxrlanib yuraylik. Ham ustoz bo'lganmiz, ham ustozimizsiz deb ilohim. Rahmat. Rahmat. Yana ham rivojlaning, yana ham o'sing. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik ilohim. Rahmat. Bu narsachi qaranglar, yaxshi ham emas, yomon ham emas deyman. Sababi Senelnikov aytgan, biz ruhmiz hammamiz. Agar biz ruhmiz tanlovni qilsak, mana shu tanlovni qilsak, birovda bo'ldimi shu vaziyat, unda rivoj bo'ldimi, ruh bu joyga rivoj uchun kelgan. Unda rivoj bo'ldimi, mana shu qadamlardan u o'tdimi, u epladimi, siz ham eplaysiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Alloh hammani tanada ruhini, tanani omonatga olib, ruhini rivoji uchun jo'natgan. Faqat birov oldinroq harakat qilgan, bo'ldi xolos. U bir qadam oldin shu narsani tanlovini qilgan. U zo'r ham emas aslini olganda. Tan olish kerak. U
katta bir imkoniyatlar ochilib, ilohiyatdan bir intuitsiyasi ochilib ketdi degan ham narsa emas. Prosta bu narsa sizga nisbatan birinchi qadamni vaqtliroq tashlagan. Vaqt shuni taqozo qilgan. Ruhning yo'li shu. Lekin bu kech emas siz uchun. Siz hozir harakat qilasiz. Siz hozir misol uchun 40 yoshda bo'lsangiz, farzandlaringiz 20 yoshda, ularga siz o'zingizda o'zgarish qilasiz. Olamni o'zingizni anglaysiz, o'zingizni tushunasiz. Siz o'zingizni tushunsangiz, olamni tushuna boshlaysiz. Xudoni tushunishni boshlaysiz va olamni tushunishni boshlaysiz. Alloh oldida erta ham yo'q, kech ham yo'q. Bizda faqat rivoj bor, qalb yo'lida yashash bor. Agar aqlimiz ishga tushib ketib, "Hay, to'xta, bu qimmat, sen undan ko'ra non olgin, sen uni qilgin" deb sizni to'xtatishi mumkin. Bu ham yaxshi, bu ham yomon deya olmayman. Bu sizning tanlovingiz. Men hech qachon birinchi o'ringa pulni qo'ymaganman. Sababi biz ruhmiz. Agar sizlar bilan hozir men bir to'lqinda ekanman, sinellikning gapi bor, demak biz ruh sifatida bir-birimizni qachonamdir ko'rganmiz. Bir-birimizga kerak bo'lganligimiz uchun hozir birgamiz. Men sizlardan oladiganim bor, men sizlarga beradiganim bor. Bu yaxshi ham emas, yomon ham emas. Ruhning tanlovi bu. Tushuntira oldimmi? Bu misol uchun siz hozir tanlov qilasiz, o'zingizning hayotingizni siz o'zgartirasiz. Siz o'zgartirdingizmi? Bu sizning kelajagingiz uchun. Bu o'zingizga o'zingiz bergan investitsiyangiz. Siz o'zingizning dunyo qarashingizni o'zgartirasiz, bilimlarga ko'milasiz, hayotda shu bilimni foydalanishni boshlaysiz. Bu o'zingiz foydalandingizmi? Qarang, siz oldin urishurardingiz farzandingizni, hammasini mana o'zimdan-da bir ish qilmasa urishurardim. Nega unaqasan, mani bolalarim mana bunaqa deb shunaqa qilib yurardim, solishtirardim boshqalar bilan. Endi hozir u ko'z bilan qaramayman. Oldingi zariya yo'q hozir. Men hozir Allohning ko'zi bilan, farzandlarimning ko'zi bilan qarayman. Ular uchun bu yomon ham emas, yaxshi ham emas. Ularga men yomon nazar bilan qaramayman. Demak, buni tanlovi deyman. Va ularni tushunishga harakat qilaman. O'zi siz u insonni, oldingizdagi insonni tushunishga, uni sevgida qabul qilishga, Allohning nazari bilan hal qilishga harakat qilasiz. Agar mana shu paytda erkinlik paydo bo'ladi. Agar odamga misol uchun uni qilmabsan, buni qilmabsan deb men unga shartlilik qo'ydimmi, o'zimda uni qilmabman, buni qilmabman shart qo'ydimmi, men o'zimga shartni ko'paytiraman. Tashqi muhitga shartlilikni ko'paytiraman. Shartliklik bor joyda esa erkinlik bo'lmaydi. Erkin, ozod bo'lishi uchun Allohning nazarida hamma narsani sokinlikda, xotirjamlikda, qalb xotirjamligida ko'ra bilish kerak. Qalb xotirjamligida ko'ra bilish uchun sizning hamma chakralaringiz ochilgan, sevgi chakrasiga yetib kelishingiz kerak. Hech bo'lmaganda yurak chakrasiga yetib kelishingiz kerak. Yurak chakrasiga yetib keldingizmi? Bu yoqdagilarni hammasi ochiqmi? Siz keyin bemalol o'zingizni bu dunyoda erkin gapirib, o'zingizni yo'q ham deya olasiz. Bu ishni qilmayman deya olasiz. Yoki men buni qila olaman deya olasiz. Men borman bu dunyoda deya olasiz. Mana shu narsaga erkinlik berganingizda sizda intuitsiya o'z-o'zidan paydo bo'ladi. 7-chakraga bu odamlarni deyarli hech kimda bizning anaqada yo'q. Bular gurular yoki juda rivojlangan insonlarda bo'lishi mumkin. Biz uning qaysidir darajalarini ola olamiz. Agar biz mana shu yurak chakrasigacha yetib kelsak, marra bizniki. Vaziyatni Allohning nazarida ko'ramiz, hammaga sevgi beramiz va o'zimiz sevgida yashaymiz. Mana shu narsaga erishish uchun ruh rivojlanadi. Bunyodbek Karimbayev yana savol beribdilar. Assalomu alaykum. O'z erkinchiligimga chiqishni xohlayman. Opajon maslahat bering, ayol kishiman. Bu o'sha hali savol bergan kishini o'zlari shekilli. Hozir eshitgan javobingiz sizga yordam beradi deb o'ylayman. Hozir Zarya Sochiqova aytib o'tgan narsa erkinchilik haqida, erkinlik haqida.
etib o'tdilar. Sizga ham mana shu so'zlar yordam beradi deb o'ylayman. Har bir inson erkin bo'lishni xohlaydi. Har bir inson shu hayotda o'zini yashayotganini tasdig'ini, o'zini qadrlashini, o'ziga sevgi berib, zavqda, shavqda yashashni xohlaydi. Buning uchun chakralarni ochish kerak. O'z ustingizda ishlashingiz kerak. Misol uchun qancha ovqat yeb, nimalarni gapirib, o'y-fikr, hissiyotlaringizni boshqarib, odat va ko'nikmalaringizni o'zgartirish bu sizning qo'lingizda. Qila olasiz. Undan keyin yoningizdagi insonlarni ham ularning nazarida qaray olasiz. Uchinchisi esa onglilik, sevgida butun olamni ko'rib, muvaffaqiyat kalitini qo'lingizga kiritasiz. Muvaffaqiyatni o'zingizga sevgi bermasdan ocha olmaysiz. Hozirgina Gulhayo Islomova yozibdilar. Bolalarim qishda ko'p kasal bo'lishidan qo'rqaman. Shunda qanday qilib affirmatsiya yozsam bo'ladi? Ming harakat qilsam ham kasal bo'lib qoladi degan fikr boshimdan ketmayapti. Qarangda, ular hozir nima qilyaptilar? Affirmatsiya etadimi, boshqa etadimi, farqi yo'q. Ularda nima bo'lyapti? Qarang. Gulhayo otlari. Gulhayo Islomova. Mana qarang, ongosti. Men juda yaxshi ko'raman shu rasm chizishni. Siz bolalarim kasal bo'lib qoladi qishda degan sizdagi ildiz bor. Ildiz. Bolalarim kasal bo'lib qoladi deb ongostiga yozgansiz. Qo'rquv bu. Birinchidan qo'rquv, birinchi chakra yopiq. Qo'rquv. Xavotir. Birinchi chakra yopiq bu yerda. Birinchi chakra yopiq. U yoq to'g'ri gapirish ham hojati yo'q. Birinchi chakra yopiq. Mana birinchi chakrada xavotir, qo'rquv, mana shu chakra yopiq. Yopiq. Endi buni ong ostida sizni ildiz. Meni bolalarim qishda kasal bo'lib qoladi, sog'lomsiz bo'lib qoladi degan fikr bor. Kasal bo'lib qoladi, sog'lomsiz. Bu fikr turibdi. Endi bu fikr ong ostiga ekilgan urug'. Bu urug' nima bo'ldi? Mana hozir noyabr keldi. Endi sizni ong ostingizda turibdi. Bu katta bo'ladi, sekin o'sadi, tashqi dunyoga chiqadi. Ichki dunyo tashqi dunyoni aksi. Sizning bolalaringiz sizning fikringizni ko'rsatish uchun nima qiladi? Kasal bo'ladi. Qishi bilan kasal bolalarni siz tasdig'ini ko'rasiz. Boshqa iloji yo'q. Chunki siz mening bolalarim qishda kasal bo'ladi deyapsiz. Kasal bo'lib qolishi mumkin deb qo'rquv bu hissiyot. Kasal bo'ladi bu fikr. Qarang, fikr turibdi. Fikr nima? Meni bolalarim kasal bo'ladi. Qishda kasal bo'ladi fikr. Unga hissiyot, qo'rquv. Qayta takrorlab turibsiz. Nima bu? Blok bo'ldi ong ostida. U ildiz. Ildiz endi urug' sepildi. U ichki dunyo, tashqi dunyoni aksi va u tashqi dunyoga chiqadida kasal bolalarni tasdig'ini ko'rasiz. Endi qish bo'ladimi, qor yog'adimi, tosh yog'adimi, meni bolalarim Allohning panohida, o'zi asraydi. Yaratgan kim bor? Egam bor. Egamni o'zi asraydi. Tosh yog'adimi, qor yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, Allohim o'z panohida asraydi. Meni bolalarim har doim 100% soppa-sog', uni zehni ixtiyorida deb aytib yuring. O'zgartiring fikringizni. Mana shu fikrni o'zgartiring. Fikrni pozitivga, minusdan plusga aylantiring. O'zingiz bolalaringizni otini etib, har kuni shuni his qilib o'shanda yashang. Xayolan ildizdagi narsani o'zgartirsangiz, mana shu ildizni o'zgartirish kerak. O'shanda sizning tashqi dunyodagi tasdig'i ham o'zgaradi. Keyin bolalarni fizkultura bilan shug'ullantirish kerak. Gapiravering. Bo'ldi, fizkultura. Chunki chiniqtirish kerak tanani. Feruza Rahmonqulova yozibdilar. Ustoz chiroylisiz deb yozibdilar. Rahmat. Xudo yaxshi, hammasi zo'r. Sizlar bilan bir to'lqinda bo'lganimdan juda xursandman.
kurs bu hafta keyingi yana chorshanba kuni savol javob chati bo'ladi. Savolinglarni tayyorlab qo'yishinglar mumkin. Yana chakralar to'g'risida gapiraman. Undan keyingi hafta juma shanba qaysi kunlarga to'g'ri keladi? Hozir qarab beraman. 7 bo'lsa 14 bo'ladi. 14 bo'ladi. Demak, o'zinglarni men majburlamayman, chunki hamma odam o'zini tanlovi, o'zinglar o'zgartirish qilsanglar, o'zinglarning hayotingizda 100% o'zgarish bo'ladi. 14, 15, 16 noyabr kunlari muvaffaqiyat kaliti kursi bo'ladi. Boshlanadi. Bu kursda qaranglar qanaqa bo'ladi. Bu kursgacha yozilganlarga men oldindan dars berishni boshlayman. Ungacha men chakralar to'g'risida informatsiya video tashib o'taman. Chakralar bo'yicha, chunki 3 kunda bu katta kursni men ulgura olmayman. Sizlar ham uni tushunib yetkiza olmaysizlar. O'shaning uchun iloji boricha vaqtliroq to'lov qilinglar. Bo'lib to'lash ham mumkin. Vaqtliroq boshlasanglar, men boshidan shunda video darslar tashlab boraman. Bu ezoterika bo'yicha chakralar nima, qaysi chakra o'zgarsa nima bo'ladi, ularni meditatsiyalari, mana shu chakralar bo'yicha ishlash, ezoterika bo'yicha ishlash. Mana shular to'g'risida tashlab beraman. Bizning kursimizga, bu kursga kelganlar, mana shu darslar butun umr sizlar bilan qoladi. 6 oyda, 1 yilda o'chib ketadi degan gap yo'q. Chunki buni siz o'z pulingizga sotib olasiz. Meni ustozim Boris ham darsni shunday beradi, u bizga polni qoladi. 10 yildan keyin bo'lsa ham ochib ko'rishimiz mumkin. Bu sizlar bilan birga qoladi. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha kursgacha siz chakralar to'g'risida uni o'z meditatsiyalarini bilib olishlaringiz kerak. 7 ta chakra bo'yicha, ya'ni 6 ta chakra, asosiysi 3 ta chakra. Shular bo'yicha siz o'zgartirish yo'llarini, meditatsiya, chakrani o'zi nima, mana shular to'g'risida men mayda kurslar tashlayman, marta videolar tashlayman. Endi 14-da nima o'tamiz? 14-ga kelganda qaranglar, NLP texnikalarini boshlaymiz. NLP texnikalari. Bu texnikalar sizning hayotingizni 100% o'zgartiradi. Chunki qarang, men sizlarga hozir bitta misol aytib beraman. 6 qadam reframing texnikasi. Asoschilari Jon Grinder shahar yurib o'quvchilarga dars o'tadi-da, auditoriyalarga o'tadi, katta dars. Bir kuni Amerika juda katta mamlakat. Bitta joydan ikkinchisiga borganda qattiq sovuq bo'lgan, shamollab qolgan. Tomog'ida ovozi chiqmay qolgan, lekin dars o'tishi kerak, keyin 2-3 ta raskopka qilishi kerak. U qanaqadir sog'lomsiz psixologически mana shu sog'lomsizlar bor joyda dars o'tishi kerak. U birinchi samolyotdan tushadi, keyin Amerikada arendaga mashina olish mumkin. Arendada mashina olgan, qish kuni sovuqda u qanchadir bir 70-80 kilometr yurib o'sha pensionatga borgan. Pensionatga borganda ovozi chiqmay qolgan. Ertalab dars o'tish kerak. Auditoriyaga katta treningim bor. O'tishi kerak. O'ta olmaydi. Men nima qilaman endi deydi. Undan tashqari 2 kun ichida dars o'tib ketishi kerak, trening bo'lishi kerak, qaytish kerak. E'tibor beringlar. Keyin u keladida ongosti bilan gaplashadi. Iltimos ongostim, o'zi hamma narsani hal qilgan. Mana tomog'im umuman chiqmayapti. Ertaga lekin meni 6 oydan beri mana shu auditoriya kutyapti. Ularda qanchadan qancha odamlarga men yordam bera olaman. Allohimning zehni ixtiyorida. Yordam bergin, iltimos sendan degan. Va uxlagan. Men ertalab tiniq gapiray. Temperaturasi bo'lgan, temperaturam ko'tarilmasin. Oyoqda bemalol yuray va 3 ta raskopkamni ham zo'r o'tkazib olay. Insonlarga 2 kun ichida kerak ma'lumotlarni yetkazib beray deganda dorini ichganda uxlagan. Ertalabga yaqin turib qarasa, tomog'i yaxshi. Temperatura yo'q. Bitta terlagan, uxlagan. O'shanda aytgan, "Rahmat, endi men seni kechqurun
xursand qilaman degan. Обязательно ongi ostiga qarasa aytganini bajardi-ku. Endi seni men xursand qilaman degan, kechqurun degan. Faqat dedi, hozir menga yanada ochiq, ravon gapirishimga ruxsat ber degan. Xirxiri bo'lgan, o'sha xirxiri yo'q bo'lishi uchun men aniq ravon gapirishimga ruxsat bergin degan. Keyin ketgan. Treningni zo'r o'tgan. Qanaqa o'tganini bilmaydi. 3 ta raskopkani qilgan o'sha kuni. Kechqurun uyiga qaytgan, 7-8 da ovqatini yegan, keyin ozgina va'da bergan edi-ku, konyak ichib olgan. Yana uxlagan. Ertasiga turgan, yana soppa-sop, keyin ikkinchi kunga treningni o'tkazganda qaytgan. Keyin o'ylagan, nima bo'ldi mening ongi ostim bilan? Men qanday qilib ongi ostim bilan gaplashdim degan. Mana shu joyda u 6 qadam refreming texnikasini yaratgan. Ongi osti bilan gaplashish yo'lini. Ko'rdinglarmi? Sizning o'zingizning tanangizni, o'zingizning ongi ostingizni, siz o'zingizni tanangizni boshqara olasiz. Allohning zehni ixtiyorida. Va siz mana shu vaziyatni ham o'zgartira olasiz. Mana shu texnikani men sizlarga beraman. To'g'ri, hozir hammasini aytmadim. Qanday qilib, qanday qadamlardan bosib o'tgan to'g'risida darsda aytib beraman. Mana shu texnika NLPda eng kuchli texnikalarning biri. Vaqt chizig'i texnikasidan keyingi texnika hisoblanadi. Misol uchun Qur'onning anaqasi markazi ildizi bu yosin deydimi? U bo'lsa vaqt chizig'i bo'ladigan bo'lsa NLPda bu undan keyingi texnika. 6 qadam refreming. Refreming bu ma'noni o'zgartirish, ongi osti bilan gaplashib, o'sha vaziyatni o'zgartirish degani. Siz ham o'z hayotingizda mana shu bo'layotgan vaziyatning ma'nosini o'zgartirishni xohlaysizmi? Agar xohlaydigan bo'lsangiz, ongi osti bilan gaplashishni xohlasangiz, yana yoningizdagi inson siz uni yomon deb o'ylaysiz, u to'g'risida fikringiz juda minus, lekin uning ichki dunyosida qanday ekanligini, uni tushunishni xohlasangiz, Tripozisyonka degan texnikamiz bor. Mana shuni ham o'rgataman. U insonning ichki dunyosi bilan gaplashish texnikasi. Bunda siz o'zingiz u odamdan bekordan bekorga xafa bo'lmaysiz. Uni tushunishni, uni tan olishni va uni his qilishni o'rganasiz. Hayotingizni o'zgartirishni o'rganasiz. Butun dunyodagi har bir insonga Allohning nazarida qarashni o'rganasiz. Shaxsda aytgandek, mana bu NLP texnikalari bu sizning butun umringizda siz bilan birga qoladi. Xohlagan paytda, xohlagan vaziyatda siz ular bilan ishlay olasiz. Bu texnikalar mana shunday texnikalarki, agarda mana shu 3 kunlik texnika 3 kun ichida NLP texnikalarini o'tadigan bo'lsak, bu paytda siz pulga ochilish yo'llarini o'rganasiz. O'zingizning tanangizni tozalash va ochilish yo'llarini o'rganasiz. Undan keyin hayotning har jabhasida o'zingizni minus bo'lib turgan vaziyatlarni plusga aylantirishni va har bir insonga nisbatan Allohning nazarida qarab ularni tushunishni o'rganishni boshlaysiz. Bu texnikalar juda kuchli va hayotingizni 100% ildizdan o'zgartiradigan dars desam to'g'ri bo'ladi. Bu o'zingizning hayotingizni o'zgartirish uchun sarflagan sizning mablag'ingiz hisoblanadi. Bu mablag'ni siz o'zingizga sarflaysiz va o'z hayotingizni, farzandlaringiz hayotini, kelajagingizni siz o'zgartirasiz. Mana shu investitsiya sizning hayotingizga birinchi buruvchi balki yo'ldir, qadamdir. Balki mana shundan keyin siz katta yutuqlarga ochilib ketishingiz mumkin. Farzandlaringizning yutug'ini ko'rishingiz mumkin. O'ylamagan joyda mablag'lar kelishi mumkin, yutuqlar kelishi mumkin. Chunki hamma narsa mana bu joyda, ongi ostida. Mana shu joydagi har bir to'siq sizning hayotingizda xuddi mana shunga o'xshab o'zini tasdig'ini ko'rsatib turibdi. Mana shularni tozalashni, ongi ostini tozalashni, undagi narsalarni minusni plusga aylantirishni o'rgansangiz, boshlasangiz, kechagiga nisbatan bugun 3-4 ta odat ko'nikmalaringizni, o'y fikrlaringizni, hissiyotlaringizni boshqarishni o'rgansangiz, siz yangilangan o'zingizning ideal obrazingizni yaratgan bo'lasiz.
Kim o'zining ideal obrazini yaratib, hayotini o'zgartirishni xohlaydi? Xohlovchilar bo'lsa, plus yozib qo'yinglar. Plus simvolini yozinglar. Zarya Sodiqova, qarang, men hozir to'g'ri tushunishim bo'yicha baribir mana shu muvaffaqiyat kaliti kursi bu imkoniyatda o'zini hayotini o'zgartirishga boy berish kerak emas deb o'ylayman. Baribir shunaqa imkoniyatlarni. Chunki anaqa bu kurs hozir meni eshitishga kirdinglarmi? Sizlar o'zingizlar xohladinglarmi, xohlamadinglarmi? Qalbing bu ruhiy tanlovi. Ruh shuni tanladi. Chunki ikkita odam bir-biri bilan gaplashsa, ruhlar xohishi bu. Siz o'zgartirish yo'lidasiz. Siz o'zingizning hayotingizni o'zingiz o'zgartirasiz. Faqat buni o'zingiz tanlov qilib, birinchi qadamni tashlaysiz. Xuddi men ham Borisni darslariga pul to'lab qatnaganimdek. Bugungi efirimiz oxirgi savolini beraman. O'shandan keyin efirimiz tugaydi. O'sha ikkinchi soati ketyapti. Bunyodbek Karimbayev haligi erkinlik haqida savol bergan eshituvchimiz. Opajon, javoblaringiz uchun katta rahmat debdilar. Meni erim 7 yildan buyon o'zidan 2 yosh katta ayolga ilakishib qolgan. Menga esa hech narsaga ruxsat bermaydi. Xiyonatga ham biron yechim bering. Va kursingizning narxi qancha deb yozib yuboribdilar. Qarang. Hali aytdim-ku, sizda qarang, o'zida yosh katta, u sizdan xunuk bo'lishi mumkin xotin. Rostdan u sizdan xunuk bo'lishi mumkin. Erkaklar sizning yuzingizga qaramaydi. Ular sizning qalbingizga qaraydi. Siz qalbdan ochila olsangiz, siz o'zingiz sevgi bersangiz, sizni hamma sevadi. Ya'ni siz mana sevgini o'zingizga mana shu joyda bersangiz, tashqi muhitdan sevgi ko'rasiz. O'zingizga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirishingiz kerak. Mana bu ikkinchi chakrada yopiq sizda. Ikkinchi chakra yopiq. Bu kursga keling. Eringiz masalasi bo'yicha xiyonat qilayotgan bo'lsa, raskopka oling. Men sizga raskopkada tozalash yo'llarini, hamma tag ildizini topamiz. Bo'lmasa kursga keling. Kursda ham bu narsani hal qilamiz. Siz birinchi bugundan boshlab o'zingizga sevgi bering. O'zingizni boringicha qabul qiling. Hech kimga solishtirmang. Siz bu dunyoda chiroyli, go'zal ayol ekanligingizni his qiling. Bu yerda tushunishim bo'yicha faqatgina xiyonatda emas gap. Bu yerda yana erim menga hech narsaga ruxsat bermaydi deb ham yozibdilar. Eringiz sizga hech narsaga ruxsat bermasa, siz o'zingizga hech narsaga ruxsat bermaysiz. Ichki dunyo tashqi dunyoni aksi. Siz ruxsat bering, mazza qilib yashashga, o'zingizni sevishga, o'zingizni bu dunyoda erkin va zavq shavqda yashashga ruxsat bering. Ichki dunyo tashqi dunyoni aksi. Yana yozibdilar, kursning narxi qancha? 500 ming. Va unga qanaqa qilib yozilsa bo'ladi? Adminlar bilan gaplashasiz. Bizga yozinglar. Meni ismim Puli, Zarya Sodiqovani menejerlari bo'laman. Menga yozing va men sizga yordam beraman. Hayotingizni 100% o'zgartirasiz. Hozir qarangda, qizingiz bormi sizni? Agar qizingiz bo'lsa, hozir va shu damda kursga yozilib, o'zingizning ikkinchi chakrangizni ochishni, o'zingizga sevgi va muhabbat berishni, o'zingizning kim ekanligingizni his qila boshlasangiz, qizingiz ham sevgida, muhabbatda katta bo'ladi. Eringiz xiyonatini to'g'risida o'ylab yashasangiz, e'tiborni qayerga qaratsangiz, siz shu yerda o'sha narsani o'sishini, rivojini ko'rasiz. Siz erim shunaqa deb shunga e'tibor berdingizmi, eringizda xiyonatni ko'raverasiz. Tashlang erni. Parallel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir men ular bilan gaplashib olay. Hozir siz o'zingizga bugundan boshlab o'zingizga sevgi bering. Men o'zimni sevaman, men o'zimga yoqaman deb har qaytaring va o'zingizni chiroyli ko'ylaklar kiyib, pardoz andozda yurishga harakat qiling. O'zingizda zavq shavqni mazza qilib bolalardek xursand bo'lishni, sakrab bolalar bilan o'ynang. Mana shu ham sevgi. Raqsga tushing. Muzikalar qo'yib o'ynang.
Mana shu ham sizni ikkinchi chakrangizni ochilishiga yordam beradi. Kelishdikmi? Endi Barnoqon savol beravering. Barnoqon, Boringizga shukr, boringizga shukr. assalomu alaykum. Rahmat. Sizlar ancha hamma savollarimizga javob olib, masalalarimizni yechyapmiz. Rahmat, boringizga shukr. Rahmat Barnoqon. Zarifa, men haligi bir opa bilan gaplashgan masalada men masalan bilan bir xil ekanda, men ikkita o'g'lim ishga ketgan, o'zimda fikr haligi bilib turaman, to'xta, yo'q xayol ketyapman deb to'xtataman-da, lekin xayolimda bolalarim qiynalyapti degan narsa kelaveradi. Barnoqon, kattamisiz, kichikmisiz, yoshingiz nechida? Balki tengdosh. Yoshim 40da. Yosh ekansiz. Qarang, oddiygina pulli rezinkasini oling. Sizga zo'r maslahatim. Pulli rezinkasini kattarog'ini oling. Qisib yormasin qo'lingizga. Men o'zimda qilganman-da bu texnikani. Bunday qo'yingda yuring. Yomon fikr keldimi, bitta tortib qo'ying. Shunda jiz yetadi. Mani bolalarim mazza qilib ishlashyapti. Allohning zehni ixtiyorida shunday ochilgan, shunday mazza qilib Alloh o'zi yordam beradi. Kim boshqa odam unga xalaqit bera oladi deb o'ylang. Alloh ularning ichida bo'lsa, ularni har doim qo'llab-quvvatlab yursa, kim unga yomonlik qila oladi? Ayting. Siz ishonib jo'natdingiz-ku. Rezinkani ham ishlatib ko'raman. Bu texnikadan foydalanaman o'zi-yu. Keyin bolalarimga rahmim kuchlimi deymanda, ular qiynayapti degan fikr. Yo'q. Siz qarangda, siz anaqa jabrlanuvchi insonni qiyofasiga kirib olgansiz. Becharaman. Yo'q. Siz farzandlaringiz hozir shu yerda ishlayaptimi chet elda? Demak, ular ruhi xohishi, ular shu yerda, shu joyda ishlab pul topib, tajribadan o'tishi kerak bo'lgan. Alloh ularga u yerni jo'natdi, to'g'rimi? Xudo o'zi agar ular yaxshi bo'lib ketishi mumkin bo'lganligi uchun shu joyda ishlashyapti. Bo'lmasa bormas edi. Siz etagingiz yonida o'tirar edi. Alloh o'zi shu yo'lni berdimi? Nega siz ularni to'g'ri, aravani Xudo aytgan yo'l saniki noto'g'ri, meniki to'g'ri deb o'zingiz gumondasiz? Tavba qildim, ey Xudo deb ishoning Xudoga. Ishonchingizni mustahkam qiling. Ey Xudo, mana nima bergan bo'lsang, hammasiga roziman. Deng. Ularning hozir rivojlanishi shu ekan, men shuni tanlov qildim. Demak, ular shu tanlovda o'sishadi, rivojlanishadi, katta yutuqlarga erishadi. Xudo nima degan bo'lsa, o'sha men uchun to'g'ri dengda, faqat ularning yutuqqa erishayotganini, boshliqlari anaqa xo'jayinlari katta pul berayotganini, yangi narsalar ochayotganini, ijodkorligi rivojlanib ketganini his qiling, yarating, yangi neyroset yarating. To'g'ri aytasiz. Rahmat. Albatta, hozir sizni gapingiz, misol uchun u bola zo'r ishlashi kerak. Alloh uni o'sha joyga jo'natdimi, u zo'r master bo'lib kelish kerak-da, master bo'lib ketish kerak. U tepada ishlayotganini bilmayman kim bo'lib ishlaydi. Agar stroyitel bo'ladigan bo'lsa, siz gumon qilasizmi, bolangizga minus bo'ladi. Siz o'ylagan narsa bolangizga fikran yetib boradi. U shu vaziyatni siz o'sha joyda yaratasiz. Kerakmi sizga shu narsa? Astag'firullah, umuman kerak emas. Siz o'zingiz uchun, misol uchun qarangda, uyingiz iflos bo'lib ketsa, siz uni taxlab joy-joyga qo'ya olasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Agarda uyingizda o'g'rilar kirib narsa olgan bo'lsa, militsiyaga berib o'g'rini topa olasiz, to'g'rimi? Misol uchun biror narsa bo'lsa, siz o'zingiz hal qila olasiz. Endi fikringizni ham o'zgartirib, uni siz boshqara olasiz. To'g'ri. O'z boshqaring, Chunki o'zingiz eting, chunki xayolan ichingizda ketdimi, xayolingizga kelib shu narsalarni siz o'zingiz minusni yaratyapsizmi? Sizning farzandingiz o'sha minusda yashashni boshlaydi. Sizga umuman kerak emas. Yo'q joydan u katta pul olib $1000, $2000, $5000 pul olish kerak, lekin sizning yaratgan vaziyatingiz bilan u minusga kirib ketadi. Yoki sog'lomsizlikka kirib ketadi. Kim bo'la qish oldimizda. Yo'q, unaqa demang. Bo'ldi. Allohim, o'zingga ishonaman. Hamma narsa zo'r, okey.
farzandlarim mana shunday deb xayolan his qiling, transkursini oling, bo'lmasa transda o'zingizni o'g'illaringizni misol uchun qancha $500 oladigan bo'lsa $1000 olayapti, $1000 bo'lsa $2000, $2000 bo'lsa $5000 oladi va mana shunda sevgida ularni xursandchiligini, u yerda faqat pul uchun emas, ular u yerda o'zining ichki qobiliyatlarini rivojlantirib ish o'rganayotganini, O'zbekistonga kelib bu ishlarni yaratayotganini his qiling. Kelib mana shu joyda ular yangilik yaratishsin. Kerak emas chet el yurish. Mana shu joyda ham pul bor. To'g'ri aytasiz. To'g'ri. Siz uyda o'tiribsizmi? Sizga Xudo vaziyatni berib qo'yibdi-ku. Imkoniyatni sizga bergan. Onani atrofida butun hamma erkaklar aylanadi. Eringiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlar, umuman hammasi siz yaratib qo'yasiz, ulardan ko'raverasiz. To'g'ri, rahmat. Xudo Siz eslatib turishlaringiz kerakda bizga. Yo'q. Siz unaqa demang. Siz o'zingiz yana jabrlanuvchi bechorani formasiga kiryapsiz. Meni kursimga keladigan, mana shu savol-javobda turadiganlar hammasi rivojlanishni tanlagan ruhlar. Rivojlanishni tanlagan. Ular bechora bo'la olmaydi. Ular kechagi Barnodan bugungi Barno, rivojlangan Barnoga aylanadi. Kelishdikmi? Rahmat Zarifqa. Boringizga Yana Barnoxon opa naqsa sizga hozir qanday qilib negativga kirib ketmaslik haqida beta texnikani tashlab qo'yaman. Uni ham qilib ko'ring. Hammalarni sevaman, chunki men bilaman, chunki men o'zim rivojlanyapman. Mening savol-javob chatimga kirgan har bir inson ham rivojlanishni, ruhiy va shaxsiy rivojlanishni tanlagan ruhlar. Sinelnikov aytgandek, ruhlar bir-biri bilan qachon uchrashadi? Ular bir yo'lda ketayotgan bo'lsa, bir-birimizni qo'limizdan ushlab, hammamiz o'z yo'limizda rivojlanishni tanladik va o'zimiz tajribalar, mana shu vaziyatlarni tajribalar deb, ular xato ham, ular to'g'ri ham, yomon ham, yaxshi ham emas. Agar yomon bo'ladigan bo'lsa, siz uchun bu tajriba bo'ldi. Xatolik yo'q bu yerda. O'sha tajribadan o'tasiz, undan chiqqandan keyin xulosa qilasiz, to'g'risini tanlaysiz, yana dalshi ketaverasiz. Chunki hayot tajribalardan iborat. Xatolik yo'q, tajribalar bor. Mag'lubiyat yo'q bu dunyoda. Siz faqat rivojlanishni olasiz. Sababi kechagi vaziyatni o'zgartirish faqat sizning qo'lingizda. O'z hayotingizni o'zgartirish faqat sizning tanlovingizga bog'liq. Chunki biz bu dunyoda rivojlanish uchun kelganmiz. Bizdan boshqa bu dunyoda hech kim yo'q. Men borman, Xudo bor. Xudo ruh sifatida meni jo'natdimi? Men qalb yo'lida rivojlanishni tanlayman. Demak, mening yonimdagi mana shu YouTube'dagi, Telegram'dagi har bir ruh rivojlanish uchun mana shu juda ham qimmatli vaqtini men bilan birga o'tkazyapti. Shu men bilan birga o'tkazganinglar uchun, vaqtinglarni ayamaganinglar uchun hammanglarga rahmatlar aytaman. Biz birgalikda rivojlanamiz. Bu hozir yana yozishyapti. Bunyodbek Karimbayev yozyapti. Opajon, menda Telegram yo'q, qanday o'qisam bo'ladi? Bizga telefon qiling. Nomerimiz mana shu kanalda opisaniyasida bor. O'shadan olib telefon qiling. Hozir yana YouTube'ga tashlab qo'yiladi. Hozir mana shu yerga metib qo'ya qolaylik. YouTube'ga tashlab qo'yiladi darsingizni. Ha, darsimiz YouTube'ga ham tashlanadi. Lekin hozir mana telefon nomerini ham aytsak, 99 469 2669 nomeriga telefon qilsangiz, biz sizga iloji boricha yordam beramiz. Chunki mana bunaqa darslar video qilib olingandan keyin YouTube'ga ham tashlanadi. Dars paytida YouTube'da ham ko'rishingiz mumkin. U ssilka orqali kiriladi, boshqa birovlarga berib yubormaysizlar. Faqat shu dars shu kichkina auditoriyada, ya'ni gruppada qoladi bu. Sizlarni baribir iloji boricha sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Iloji boricha hammasini sizlar uchun qulay qilib beramiz.
Hammaga rahmat. Keyingi savol-javob sessiyalarida ko'rishguncha. Xayr, hammanglarni sevaman. Sizlar bilan 3 ta xalqaro sertifikatga ega bo'lgan Zarya Sadiqova. Muammolar bo'yicha keyingi chorshanba kuni yana gaplashamiz. Xayr. Rahmat kattakon. Rahmat, xayr hammanglarga.